Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz Misr Arab Respublikasida 10 yildan oshiq muddat davomida istiqomat qilgan, Al-Azhar universitetini arab filologiyasini bitirgan va bir necha yillardan beri arab tilidan dars berib kelayotgan Fathullo akamiz bilan suhbat olib boramiz. Fathullo aka, podkastga kelganingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Menimcha bu podkastda arab tili o'rganayotganlar, umuman o'zi tili o'rganayotganlar, til o'qitayotganlar uchun ikkala tomon uchun ham manfaatli bo'lsa kerak. Shunaqa deb umid qilamiz, xudo xolasa. Hop, unda bismillah deb boshlayveramiz. Avvalo bizani bu yoqqa chaqirganingiz uchun sizlarga tashakkur etaman. Boshlaymiz. Bismillah. Hop, kuzatuvchilarga umumiy backgroundingizni bildirish uchun bizga arab tilini o'rganish jarayoningiz nimadan boshlagansiz, qayerda o'qigansiz? Shu bo'yicha bir ozgina gaplashsak. Arab tili men uchun hozirgi bizada yoshlar o'qiyotganga o'xshash ixtiyoriy o'qishim kerak bo'lgan bir fan o'laroq bo'lmagan. Chunki 12 yoshimdan Misrda yashardim va u yerda majbur arab tili bilishim kerak edi. Shunga arab tili o'qishni boshlaganman. O'z Misrga borganimda arab tilidan hech qanaqa so'z ham bilmas edim. Endi kitob, qalam degan so'zlarga o'xshagan so'zlar bo'lmasa bilmas edim. Keyin boshlaganman. Arab tili o'quv markazida o'qishni boshladim. U yerda ham bir ajoyib muhit bo'lgan. Ya'ni chet elliklar, ko'p chet elliklar va ularning orasida bitta o'zbekman. Hamma har xil tilda gapiradi. Ya'ni mahalliy aholi ham emas. Hammasi shu chetdan Misrga kelib yig'ilgan. Shunaqa, hamma har xil davlatlilar va o'rtada bitta ustoz arab. Hech qanaqasiga na Ahmad bilan, na Muhammad bilan, na Anor bilan bir-birimizni tushuna olamiz. Faqatgina arab tili majbur. Boshida arab tili o'rganmaganman, boshida ishora tilini o'rganganman. Ya'ni ko'rsatib nimadir olib berdim, ishora bilan gapirishni o'rganganman. Keyinchalik arab tilini o'rganganman shu yo'sinda. Majbur bo'lasiz gapirishga, ya'ni arab tilini o'sha jarayon menga o'rganishga majbur qilgan. Shunaqa desak bo'ladi, ya'ni Misrdagi jarayon. Mana shu aytayotgan narsangizni, language bubble deydi, anaqani til aurasi deydi. Ya'ni siz o'sha tilning ichiga kirib qolgansiz, atrofingizda hamma narsa o'sha tildan iborat. Shunaqa bo'lgan. Boshqa gaplashish anaqasi yo'q, usuli yo'q. Bu shu narsa qanchalik effektiv? Hozir bu narsa, misol uchun bu yerda ham harakat qilamiz shu narsani ro'yobga oshirishga. Misrda o'rganish jarayonimda harakat qilishardi. Ya'ni uydagilar ham misol uchun 3 kilo sabzi uchun 3 marta chiqarishardi ko'chaga. Ya'ni bor ko'chaga chiqib sabzi olib kelib 1 kilo, yana bor ko'chaga chiqib 1 kilo. Ya'ni hamma narsani 1 kilo, yarim kilodan olib kelardim. Ko'proq ko'chaga chiqib ko'proq muloqot qilishim uchun. Va bu bitta majburlagan menga ko'p muloqot qilishga. Endi bu yerda kalla qo'yishlar ham bo'lardi. Borib ba'zi o'zbekcha gapirsam, bir kun 1 kilo shakar bering deb sukkari shakar dedim, rostdan shakar berdi. Keyinchalik bilsam, u Kuveyt lahjasida shakar derkan. Ya'ni Misr lahjasida bo'lmagan. Endi bir-biriga yaqin so'z-ku, sukkar, shakar, saxar. Keyin yana bitta yordam bergan vaziyatlardan bu Misr aholisi juda ham ijobiy taraflari ko'p. Ijobiy taraflaridan bittasi umuman kamtarin xalq hisoblanadi va juda ham kirishimli xalq hisoblanadi. Siz gapirmasangiz ham sizga gapiraveradi. Ya'ni men o'quvga qatnashim jarayonida, avtobusga minganimda, ko'chada yurganimda har qanday holatda muloqot qilishga sizni majburlashadi, gapirishadi, ya'ni. Va siz ana qilishingiz kerak bo'ladi. Nima deydi? Unga javob qaytaraman desa yoki boshqa qilasiz. Adaptatsiya qilishingiz kerak. Adaptatsiya qilishingiz kerak. U misol uchun hamma narsaga kommentariy beradigan xalqda. Anaqa misol bera olasizmi? Misol sochingizni kalga oldirib olsangiz, misol uchun bizdan yaqinlaringiz oldin yoshligimizda bo'lardi, chertishga harakat qilishadi-ku. O'shanga o'xshab ana qilishga harakat qilishadi. Nima edi? Nayman sipsillo nimadir deb masxara qilishga harakat qilishadi. Ya'ni ko'p masxara. Deganlar ham farqi yo'q. U ne только man bitta anaqani ko'rsam, Misrliklarning o'ziga ham shunaqa ekan, ya'ni. Bir kino chiqdi, ichida bitta xitoylik qatnashgan va u nihao degan so'z aytgan, salom degan xitoychasiga. Hamma o'tib ketayotgan odam nihao deb o'tib ketadi. Ya'ni
qanaqa nimadir deyish kerak, yo xitoylik deydi, yo italiyalik deydi, yo boshqa deydi, yo boshqa nimadir deb o'tib ketish kerak. Shunaqa ajoyib xalq anaqa qiladi. Mana shu vaziyatlar, mana shu jarayonlar sizni o'rganishga majbur qiladi. Ya'ni aholi bilan aralashib ketasiz. Har bitta so'ragan narsangizni, ya'ni misol uchun men borardim-da boshida. Falonchi narsa ber desa, bitta so'zni o'rganib olaman deb. Misol uchun 1 kilo shakar ber desa, yoki 1 kilo nima kartoshka ber desa, qanaqasidan deb so'rasa, yana o'sha qiyinroq vaziyatga tushaman-da. Keyin qaytib borib yana ba'zida anaqa qilgan paytlarim bo'lgan. Ya'ni bir kun kulgili holatlarda bir kun bordim, adam 200 gramm arpa olib kel dedilar. Arpa shayir degan. Keyin men umiyamda so'zni adashtirib qo'ydim. Keyin bordimda Misrda lahjada 100 gramm shayir bo'lish kerak edi. 200 gramm arpa xohlayman degani. Unda o'sha nisbiy arabcha bilardim. Hali ham uchib sentrda o'qirdim, lekin nisbiy arab tili bilardim. Bordimda 100 gramm hashish dedim, so'z almashib qoldi-da. Nima deyapsan dedi. Endi men balaq yaxshi eshitmadi shekilli, 100 gramm hashish deyapman. Keyin bundoq kirib ketdi-da ichkariga, qaytib chiqdi. Bundoq yurdi, bundoq menga qarab. Nima xohlaysan dedi. Endi yana so'ragandan keyin o'zi menda o'zimga ishonch tushdi. Keyin kalla qo'ydim shekilli dedim-da, 100 gramm hashish desam, men hazillashyapsanmi dedi. Hazillashyapsam, men kalla qo'ydim, shunda to'g'ri orqaga qaytdim uyga. Akam mendan 2 yil oldin borgan Misrga, akam arab tilini yaxshi bilardi. Adam uyga kirdim-da, "Ada arpa yo'q ekan" desam, "Nima deding?" dedilar. Endi ko'chaga chiqib arpa topib kelolmasiz g'alati-ku. "Nima deding?" dedilar. 100 gramm hashish dedim desam, akam yerda o'tiruvdi, yotib olib kulyapti-da. Hashish degan nasha degani. U anu borib, menimcha mendagi ishonch bilan hech kim nasha so'ramagan bo'lsa kerak o'zi. Uni sotadigan. Bilmagan, gul so'ragandek so'raganman nashani. Shunga har xil holat bo'lardi va men shaxsan uyalmayman. Ya'ni rus tili bilmasam ham o'risga gapirib ketaverishim mumkin. Misol uchun boshqa tilni bilmasam ham nimadir bitta so'z bilan misrliklardan meros bo'lsa kerak. Menimcha Misrda o'qiganim uchun uyalmayman, so'rayveraman, gaplashaveraman. Shu o'zimni o'sha ekstrovertligim va kirishimli bemalol gaplashaverishim ham menda til shakllanishiga yordam bergan. Va bu holat, bu vaziyat qanaqa siz so'ragan savolingizga qanaqa o'sha muhitda ichida, o'sha aurani ichida qanaqa yordam beradi, xuddi bu sportga o'xshaydi-da. Ya'ni sport bilan shug'ullanishga o'xshaydi. Toqqa chiqib ketishadi, o'sha trenirovka qilishadi, o'shanga o'xshagan. Misol uchun, ya'ni u yangi boshlasangiz qiynalasiz. Lekin bitta narsani takroriy qilsangiz, o'sha qo'lingiz kelib, o'sha narsani eploladigan bo'lasiz. Til ham xuddi shunaqa, ya'ni bola ham emelikda yuradi, yiqiladi, keyin oxiri yurib ketadi. Agar yiqilishdan qo'rqib yurish tashlasa, yurolmaydi hech qachon. Shunga anaqa, u ham odam gapirishdan qo'rqib gapirmasa, gapirolmaydi hech qachon. Ya'ni bu narsani yengib o'tish kerak bo'lgan bir jarayon. Endi biz hozirgi vaqtda ustoz o'laroq bu narsaga yordam berishga, majburlashga harakat qilamiz, shu narsani shakllantirish uchun. O'rtada olishimiz kerak bo'lgan o'quvchilarga mana shu xulosalarni bitta-bitta aytib ketsak-da, mana shu yerda menimcha xato qilishdan qo'rqmaslik xulosasi kelib chiqadi, to'g'rimi? Qiziquvchanlik. Men o'qish boshlagan vaqtimda 12 yosh edim. Endi teenager deydi inglizchasiga, o'spirin yoshida bo'lganman, qiziquvchan bo'lganman. O'zim ham ba'zi kerak emas joylarga burnimni tiqib so'rayverardim. Sinfda ham hammadan ko'p gapirishga harakat qilardim. Va uyalmasdan gapirsangiz, baribir gapirib ketasiz. Bu menimcha o'zimizni, o'zbek Toshkentning o'zida bunga misollar ko'p bo'lsa kerak. Misol uchun rus tilida gapira oladigan bilan gapira olmaydiganlarning farqini qarasak, gapiradiganlar uyalmay shu narsada endi baribir aura unga yordam bergan bo'ladi. Ruscha maktabda o'qigan yoki rus o'rtoqlari bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuni ham solishtirsak bo'ladi rus tili biladigan va bilmaydigan odamda. Juda ko'pchilik faqat kinolar ko'radi rus tilida, boshqa ishlar bilan shug'ullanadi-da, gapira olmaydi. Tushunadi? Gapira olmaydi. Lekin uni amaliy gapirmagani uchun. Shuni hisobiga xuddi shu anaqa vaziyat. 2-3 marta gapiradi, kulgiga qoladi, keyin gapirmay qo'yadi. Misol uchun. Keyin gapirmay qo'yadi. Misrliklar ham prikol qilishadi, kulaverishadi o'zingizdan, lekin baribir
san gapira olmayapsan, san bilan gaplashmayman degan anaqa yo'q. Ba'zi bir millatlar bu eplolmayapti, nimadir qilolmayapti deb buzolashadi. Bu amerikaliklar bilan britaniyaliklar xarakteriga solishtirsak bo'ladi. Endi siz ingliz tili ustoz bo'lganingiz uchun aniq olmay, britaniyaliklar уже ancha o'zini baland tutadi. Amerikaliklarga farqi yo'q. Xato qilasizmi, xato qilmaysizmi? Shunga o'xshash holat Misrliklar o'sha amerikaliklarga o'xshagan. Qabul qilaveradigan bo'lganiga, menimcha bizga shu narsani qilmagan. Qarayman, ingliz tilida har xil o'rganish usullari bor-da. Kimdir o'qishga kiraman deb grammatika o'qiydi, kimdir razgovorni o'qiydi, chetga ketaman deb. Kimdir qaysidir logistikada ishlayman deb logistikaga kerak bo'ladigan qanaqadir so'zlarni, atamalarni o'rganadi va har xil yo'nalishlar bor o'shaning ichida ham. Siz qanaqa usulda o'rgangansiz? Xo'p, arab tilini. Qoida o'laroq boshida o'rganmaganman. Ya'ni o'sha aytayotgandek sinfga kirganimda 12 ta o'quvchi, 12 tasi 12 xil davlatdan, u yerda muloqot kerak. Ya'ni dars vaqti 3,5 soat. 3,5 soatda men gapirmasam portlab ketaman. Muloqot kerak va biz gapiraverganmiz arab tilida. Ya'ni savol beradi, ya'ni xatomi, to'g'rimi, men qilyapti, u qilyapsan farqi yo'q, gapiraveramiz. Keyin bu to'g'irlanib, keyinchalik unga qoida qo'shib, ya'ni gapirayotgan tilingizni xuddi bola tili chiqaveradi-yu, gap qoida bilmaydi, boshqa narsa bilmaydi, tili chiqadi, atrofdagi muhit bilan moslashadi, ya'ni adaptatsiya qiladi muhit bilan, va o'shan bilan sekin-sekin rivojlanib ketadi. Xuddi shunga o'xshab muloqot qilaverasiz, savollarga javob beraverasiz, o'zingiz savollaringiz bo'lsa berasiz, gaplashaverasiz, keyin qoidalarni bitta-bitta to'g'irlanib, qadam-qadam to'g'irlanib ketiladi. Shunaqa o'rganganman o'zim, shu yo'sinda. Bunga grammatika ham parallelni ketgan. Shunaqa. Boshida уже ham razgovorni, ham o'qigan gaplaringizni ham tushunishingiz kerak. Ham grammatika. Endi boshlang'ich urovenda diktant yozdirishardi, anaqa emas, imlo, insho yoki boshqa qiyinroq essaylamasdan, balki imlo yozdirishardi, keyin inshoga o'tadi. Ya'ni tilda har kerak bo'lgan taraflari, ya'ni gapirish, eshitib tushunish, birinchi bo'lib eshitib tushunish shakllanadi. Ya'ni hamma eshitib tushungan narsangizni siz gapirib ifodalab bera olmaysiz. Birinchi bo'lib eshitib tushunish, keyin gapirish, o'qib tushunish, yozish va grammatika ham hammasini anaqasi o'laroq, nima deydi, tizgini o'laroq, hammasi bitta tizim bo'lib shakllanadi. Shunaqa bo'lib shakllanadi. Ya'ni siz 1,5 yil yoki 2 yil o'qib chiqqandan keyin siz har taraflama nisbiy ma'lumotga ega bo'lasiz. Ya'ni gaplasha olasiz, o'qib tushunasiz, grammatika bilasiz. Endi bu ko'proq menimcha arab tilida gapiradigan davlatda bo'lganingiz uchun shunaqa plusli bo'lgan bo'lsa kerak. Chunki men o'zim ham ko'radiganim, arab tili o'qiydiganlar bizda Toshkentda ko'pchiligi arab tili deganda grammatika o'qiyotgan bo'ladi deb so'rasangiz. Xo'p, siz aytayotgan speaking, listening o'qiyotganlar juda kam-da. O'zi bu men aytayotgan metodika Yevropadan olingan, ya'ni ingliz tili o'rgatish sistemalaridan olingan. Misol uchun o'zim ingliz tilini ham amerikaliklarda o'qiganman, noldan. Xuddi shu Headway sistemasiga o'xshagan sistema. Headway yoki Intro degan kitoblar bor-ku, o'sha Oxford yoki Cambridge o'shalarni sistemasida o'qitiladi. Ya'ni how are you deb boshlaydi gapni. Misol uchun u qoidalarni tushuntirmaydi, how are you deb mana buncha qoida bor, nimadir bor emas, balki u gapiraverasiz. Keyinchalik to'g'ri gapirayotgan narsangizni xuddi o'zbek tilini bilamiz-ku, uni ona tilini o'rganamiz. Shunga o'xshash anaqa bo'ladi. Ya'ni qoidalarni shunaqa o'rganish, shunaqa sistemada o'qishadi. Bizda endi o'z umumiy masshtabda arab davlatlarida taqribiy bir 90% men aytayotgan yo'sinda o'rgatishadi. Ya'ni yoki 100% bo'lmasa agar, o'sha o'tda ustoz arab bo'ladi va muloqotga kirishish kerak. Shu yo'sinda o'rgatishadi. Amerikaga borsangiz ham ingliz tilini xuddi shu yo'sinda o'rganasiz boshqa. Bizda grammatika o'rgatishadi. Bu ham effektivniy, ya'ni o'ziga yarasha yordam beradi to'g'ri gapirishingizga yoki to'g'ri o'qib tushunishingizga. Lekin odamlar baribir maqsaddan kelib chiqib o'qir ekanda. Ya'ni aytmoqchi, nima bunaqa deyapman? Hindlar tibbiyotda o'qimoqchi bo'lgan hindlar, ularga speakingni rivojlantirish juda muhim emas.
Ular faqatgina O'qib tushunsa bo'ldi. o'qib tushunsa, o'sha tibbiyot universitetiga, fakultetiga kirib o'sha narsani o'qiy olsa bo'ldi. Unga uchayotgan amerikanga o'xshab gapirish uni qiziqtirmaydi-da. Va alohida shundan hindcha, inglizcha shakllanib chiqqan. Misol uchun. Va xuddi shunga o'xshab arab tilida ham faqat kitob o'qib tushunaman deganlar uchun именно men aytayotgan yo'nalish muhim bo'lmasligi mumkin. Ya'ni grammatika o'rganib, so'z yodlab, so'z boyligini oshirib, shu yo'sinda arab tilini o'rganib ketishi anaqasi bor. Maqsaddan kelib chiqish kerak. Maqsaddan kelib chiqish kerak. Agar uni muloqot tili o'laroq va men o'zim endi men ham hali tajribasizman. Ya'ni 6 yil bo'ldi endi dars boshlaganimga, hali ko'pchilik o'rganadigan narsalarim ko'p muhimi. Menga ba'zi bir holatlar qiziq bo'ladi. Qanaqa qilib so'z boyligini oshiradi shu o'quvchilar degan. Misol uchun menda o'quvchilar uni ishlatadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bu sistemada gapirganda odamlar, o'quvchilar shu yangi o'rgangan so'zlarni gap o'laroq ishlatadi, yozadi. U grammatika o'rganganda qanaqa qilib so'z boyligi oshirish anaqalari qiyin. Men uchun. Ya'ni bu men shaxsiy fikrim. Lekin ba'zan ko'rganman, shu grammatika yo'li orqali o'rganib ham so'z boyliklari yaxshi va yaxshi natija ko'rsata oladigan o'quvchilarni ko'rganman. Ya'ni grammatika o'rganish kerakmi desa, ikkita men aytayotgan yo'nalish bo'yicha, ya'ni muloqot orqali o'rgangan yo'nalish bo'yicha siz kitoblarni tushunasiz, lekin keyinchalik mutaxassis o'laroq kitoblarni chuqur ma'lumotlarini, eski adabiyotlarni chuqur tahlil qilib, unga ma'nolar berib, uni tahqiq deydi yoki kitob ustidan anaqa yozasiz-ku, sharh yozasiz. Shunga o'xshash holatlarda sizga albatta grammatika suv va havodek zarur bo'ladi. Faqat muloqot qilmoqchiman, darsni eshitib tushunmoqchiman, nisbiy kitoblarni tushunmoqchiman va arablar bilan ishlarimni bitirmoqchiman, arab o'quv diyorlarida o'qimoqchiman. Shunga o'xshash holatlar uchun bizadek boshlang'ich arab tili yordam beradi, ya'ni suhbatlashish va gaplashish. Tushunarli. Xo'p, haligi o'zingizni o'rgangan yo'lingiz ozgina chala qoldi. Mana kursda o'qidingiz. Bu yerda qaysi darajagacha o'qidingiz? Xo'p, meni o'rgangan yo'lim birinchi kursda o'qishni boshladim. Unda hozir bizani urovenda aytadigan bo'lsa B2 darajagacha yoki C1 darajagacha o'qib chiqdim. Keyin kollejda o'qiganman Misrda. Ya'ni maktab oxirgi sinfiga tushdim, 9-sinfga, keyin kollejga kirdim. Kollejda nisbiy qiyinroq edi so'zda. Ya'ni ba'zi bir fanlarni tushunish uchun ustozga ehtiyojim bo'lardi, shu bilish darajam bo'yicha ham. Ya'ni o'ta ozgina qiyin bo'lgan. Keyin kollejda 2 yil o'qib, sakrab universitetga o'tdim. Universitetda birinchi qonunshunoslik fakultetida o'qiganman. Bu bosqichdan keyin, ya'ni yana ozgina qiyin bo'ldi. Keyin qonunshunoslik fakultetiga kirdim. U yerda ancha qiyin edi kitoblar. Va u yerda yana rivojlandi. 3 yil qonunshunoslik fakultetida o'qiganman. Keyin u yerdan arab tili, ya'ni tilshunoslik fakultetiga o'tkazdim. Endi bu qanaqa deb tushunishimiz uchun men arab tili fakultetini misrliklar bilan, arablar bilan o'qiganman. Ya'ni xuddi O'zbekistonda adabiyot fakultetiga o'xshagan fakultetda o'qiganman. U yerda o'sha kitoblar ham ancha murakkab, qiyin edi, ishlatiladigan so'zlar boshqa. Va bu yerda yana ozgina nisbiy rivojlanganman. Shu ya'ni mana shu holatlar meni majbur qilgan nisbiy arab tilini rivojlantirishga. Shunaqa o'rganganman o'zim Misrda. Ya'ni qo'cha tilini alohida qo'shalik o'rtoqlarim bilan gaplashib aytdim-ku. Ya'ni arab tilida ham jargon degan narsa bor. Qo'cha tili, qanaqadir slang deydi ingliz tilida. Hop, lahja deydi arab tilida. Lahja yoki sheva deydi o'zbek tilida, adashmasam sheva deydi. Masalan, Toshkentning shevasi, Farg'onaning shevasi, Xorazmning shevasi boshqa-boshqacha bo'lganda, arab tilida juda shevalar ko'p. Tasavvur qilishimiz uchun, misol uchun fushani o'rganib borgan o'quvchi o'ta lahjani tushunmasligi tabiiy holat. Fusha bu adabiy arab tili. Adabiy deganda klassik, hozir ham ishlatiladi, hozir ham xutbalar, axborotlar, kitoblar, media materiallar ko'p adabiy tilda bo'ladi.
o'zbek tili bilan parallel qilsa bu xuddi adabiy tilda, to'g'rimi? Shunaqa, ha, xuddi o'sha televizorda ko'radigan tilimiz. Lahja bo'lsa, man quvonman. Toshkentcha, Toshkentni shevasiga o'xshagan sheva. O'zbek tilida anaqa. O'zbek tilini turkiy til deb olsak, qozog'cha bor, qirg'izcha bor, turkman tili bor, Turkiya, Ozarbayjon, Boshqirdiston, bu taqat Sharqiy Turkiston, shu davlatlar o'sha anaqa bitta til hisoblanamiz, biz turkiy til hisoblanamiz, bir-birimizni tushunishga qiynalamiz boshida. Xuddi shunga o'xshab shevalar bir-biri bilan juda katta farq qiladi. Misol uchun men Misrchani tushunaman, Xalij degani Arab ko'rfazi yoki Fors ko'rfazi deyishadi, o'shani atrofidagi davlatlarni tilini tushunaman nisbiy. Suriya, Lubnanlarni o'sha shevasini tushunaman. Lekin Mag'ariba deydi, arablarni g'arbida joylashgan davlatlar, ya'ni Marokash, Jazoir, Tunis, shu davlatlarning tilini tushunishga juda qiynalaman. Fransuzcha qo'shib tashlashadi. Qiyin, xuddi boshqa tilga o'xshaydi. Lekin aytmoqchi bo'lganim 22 ta arab davlat bor. Ko'p so'zli demak o'sha kolonizatsiya paytida o'zlashgan, to'g'rimi? Bizda ham hozir men taxminimcha rus tilidan kelib bizga qo'shilib qolgan so'zlarni o'sha boshqa davlatdagi Turkiy davlatdagi rus mustamlakasida yashamagan davlatdagi o'sha bizga o'xshagan tilda gaplashadiganlarga aytsak, tushunishga qiynaladi. Hattoki o'zbek bo'lsa ham. Davay, uje shunga o'xshash so'zlarni qiynaladi. U yerda har xil mustamlakalarda yashagan arab davlatlari, ya'ni Misrga fransuzlar bostirib kelgan, keyin Britaniyani bosimida yashagan, misol uchun Jazoirni ko'p yillar Fransiya bosib turgan, ba'zi misol uchun Libiyani Italiya bosib turgan. O'sha har bitta davlatlarini o'sha ikkinchi til o'laroq va undan kirib kelgan til ichiga qo'shilib qolgan so'zlari aniqladi, qiyinlashtiradi. Ya'ni o'sha so'zlarni qo'shib gapirsa tushunmaysiz, qiynalasiz. Bu ko'p, misol uchun pardon degan so'zni, misol turkchaga kirib kelgan, qanaqadir daxil o'sha boshqa tildan kirib qolgan so'zlarni hisobiga ham qiyinlashib ketadi jarayon. U o'zini lahjali baribir fushadan, ya'ni adabiy tilda o'rgangandan keyin nisbiy yengillashadi, farqlarni ko'rib bilib, ozgina muloqot qilish kerak bo'ladi. Ozgina ko'proq eshitsa, shu narsa yordam beradi. Xo'p, umumiy o'zingizni til bilan bo'lgan yo'lingizni ko'rib chiqdik. Endi siz o'zingiz o'quvchilarga necha yildan beri dars berasiz o'zi? Tajriba va o'zingiz o'quvchilarga qaysi metodikadan dars berasiz? Xo'p, 2018-yildan beri dars beraman. Hozir уже 7 yil bo'lyapti. Karantin paytida ham to'xtab qolmadik. Zoom sharofati bilan. Va o'zim xuddi o'sha aytgan, o'zim o'qigan yo'nalish bo'yicha dars beraman. Boshida qiyin deb o'ylaganman, ya'ni qanaqa deganda, birinchi ingliz tilidan uyda jiyanlarimga dars berdim. Va uni ingliz tilida berdim dars. Ingliz tilida dars berdim. O ingliz tilida gapirardim faqat va jiyanlarim ham gapirishni boshlashdi. Va keyinchalik borib, ya'ni menda beginner, elementary o'qishgan bo'lsa, keyin yana dalsha o'qib, ba'zilari yana davomiy o'qib, ba'zilari IELTS oldi. Ya'ni ingliz tilida gapirishardi, ingliz tilida eshitib tushunishardi. Endi uyda bekorchi bo'lgan paytimda shunaqa ish qilganman. Keyin o'qitish, ya'ni qanaqa deb tushuntirsam bo'ladi, ya'ni yoshligingda arab tilidan dars berish orzuying bo'lganmi deb so'rasangiz, mendan yo'q, unaqa bo'lmagan. Arab tilidan dars berish orzuyim bo'lmagan, lekin jarayondan kelib chiqib arab tilidan dars beradigan o'sha ba'zi atrofli insonlarning takliflari bilan borib Najot ta'lim degan o'quv markaziga borib suhbatlashib, mana shunaqa o'qimoqchiman deb, o'qitmoqchiman, dars bermoqchiman deb. O'shanda Temurbek sizga guruh yig'ib beramiz dedilar va anaqa yig'ildi.
o'quvchilar yig'ildi. O'sha birinchi taassurot deydi. O'quvchilar yig'ildi, kelishdi, anaqa bo'lyapti. Nima deydi? Speaking club deydimi yoki o'sha tanishtiruv jarayonida, ya'ni mashq o'quvchi keldi, tekin tanishtiruv darsiga kelinglar deb yakshanba kuni Demo lesson deydi. demo lessonmi? Shunga chaqirdik. U yerda har xil urvenda odamlar edi. Endi tushuntirib arab tilida gapirishga harakat qildim. Ba'zilari umuman tushunmayapti, ba'zilari tushunyapti. Shunaqa kashi bo'lgan, chunki u yerda urven belgilanmagan hisobiga qanaqadir men bu vaziyatda o'zimni juda muvaffaqiyatli bo'ldim deya olmayman. Keyin guruhlar yig'ib berishdi va o'shalarga dars berishni boshladim. Sal balandroq guruh. Keyin faqat arab tilida beraman degan o'zim uchun bir prinsip qo'ydim. Boshida o'zimda ham balkim ishonch kam bo'lgani uchun ko'p qarshiliklar bo'lardi. Ya'ni o'qituvchi o'laroq tanilmaganman va men ham endi yangi o'qishni boshlaganman. Yo, men bunaqa emas, men bunaqa dars bering deydi ba'zi yosh kattalar misol uchun. Yo, tushunmayapmiz, o'zbekcha tushuntirib bering deyshadi. Shunga o'xshash holatlarga ko'p ya'ni boshida ko'p anaqa qilganman, kurashganman, lekin 4 darsdan keyin o'zi ham o'quvchi arab tilida gapirishni boshlagandan keyin o'zi sekin bu narsani anaqa mazasini tushunishni boshlagan. Anaqa bir kun eslayman, ayollar guruhi edi, dars berishni boshladim, arab tilida gapiryapman. Hamma yo'q, o'zbek tilida gapiring, unaqa. Keyin endi bu men tajribam o'laroq o'zim ham boshida arabga xuddi shunaqa shok holatiga kirganman va ingliz tili ham xuddi shunaqa bo'lgan. Amerikalik o'qituvchilar bo'lgan, arab tili bilmaydi. Va sinfga kirganda boshqa o'quvchida qo'rquv bo'ladi-da. Ya'ni qanaqa dars boshlanadi? O'zi birinchidan dars qilaman, o'qishim kerak degan qarorga olish o'zi bitta kurash inson uchun-da. Keyin borib qadam bosib borish, yozdirish, nimadir qilish, unga hop deb o'sha paytga borish, ishlarni yig'ishtirish, bitta kurash bo'lgandan keyin dars qanaqa bo'ladi, eplolmaymanmi degan savol ko'pchilikni aniq qiladi. Ba'zi ishonchsizroq odamlarda eplolmaymanmi yoki ba'zilarda bu o'qituvchi qanaqa o'zi degan har xil anaqa bo'lishi mumkin. Shunga qo'rquv bo'ladi, ya'ni. Qo'rquv bo'lgandan keyin ustoz arab tilida gapiryotibdi. Endi o'rtada nima bo'ladi? O'rtada ba'zi bir sal biladiganroqlar tez-tez topsa, bilmaydiganroqlar men bilmayapman degan Motivatsiyasi tushib ketadi. Battar qo'rquv bo'ladi. Bir kun talashyapti men bilan, endi dars boshlangan. Yo'q, o'zbekcha gapiring, tarjimasini aytib bering unda. Yo'q, gapiraman, tushuntirib beraman. Arab tilida gapiraman anaqa desam, talashuv bo'lib turgan holatda bitta qiz yig'lab oldi. Bo'ldi, o'zbek tilida gapiraman desam, o'zi aslida u qiz endi men bu boshlang'ich jarayon ham anaqaga tegishlik. Nima deydi? Harf o'qib bo'lganlarga dars beraman, deyman. Ya'ni harf biladigan odamlarga, keyin men san udan boshlab o'sha grammatika, o'sha headway sistemasiga o'xshab dars beraman. U qiz keyin bilsam harf o'qishga borgan qiz bo'lgan, yosh. U boshqa sinfga kirgizishgan, u hamma arab tilida yozilyapti, tushunmayapti, arab tilida gap bo'lyapti, tushunmayapti. Hali harf tanimaydigan qiz. Shunaqa ba'zi kulgili holatlar bo'lardi, lekin boshida o'sha keyinchalik o'sha natija ko'rinishi boshlagandan keyin o'sha o'quvchilar e'tiroz bildirishmay qo'yishdi, ya'ni hozir ham guruh yig'ilsa o'sha e'tiroz bildirishmaydi o'qish jarayoniga. Arab tilida gapiraversam ham, keyin ba'zi o'quvchilar xonadan chiqib ketgandan keyin so'zlar ma'nosini o'zbekchada doskaga yozib olishadi, nimadir qilishadi, amallashadi, ya'ni. Lekin mana shu jarayonda ketib o'quvchilar yaxshi gapirib ketishini ko'rdim. Men uchun haqiqiy anaqa bo'lgan, nima deydi? Bu metodikada dars berish men o'zim o'sha men dars berayotgan paytimda imенно bu metodikada o'zbek dars beradimi yo'qmi bilmaganman. Keyinchalik arablarni surishtirsam ham balandroq urvendan dars berishni boshlashar ekan arab tilida. Va men uchun qanaqa natija ko'rsataman, natija chiqadimi yo'qmi degan qo'rquvlar bo'lgan. Ya'ni boshida, keyinchalik natija o'laroq ba'zi o'quvchilaringiz yaxshi gapirib ketgandan keyin unda rohatlanib, xudoga shukr, yaxshi to'g'ri yo'lda ekanman degan, ya'ni o'zim qo'ynimdan xotirjam bo'lib anaqa ham ba'zi odam o'ylab qoladi, o'zi to'g'ri o'qityapmanmi yo'qmi? Ya'ni odamlarning pulini olasiz, vaqtini olasiz, boshqa haqqini halol qilyapmanmi bularni degan savol bo'lardi. Keyinchalik o'quvchilar o'qib ba'zilarda natija ko'ringandan keyin o'sha o'zim uchun ham motivatsiya bo'lib. Hamcha sizni holatingiz bilan sizni o'quvchilaringiz holatini orasida bitta farq bor. Siz o'qituvchilaringizga o'zbek tilida gapiring deya olmagansiz-da. Shunaqa bo'lishi mumkin.
shunaqa bo'lishi mumkin, lekin Misrda jarayon shunaqangi majburlardiki, ya'ni ko'chada yursangiz aytolmayman-ku, siz majbur qilishadi gaplashishga. Endi men o'zbeklar turadigan mahallalarda yashamaganman-da. Ya'ni boshida ozgina yashagan paytlarim bo'lgan. U yerda faqat misrliklar, bu chet elliklarni ko'rishmagan, ko'proq yana kommentariy bo'ladi. Va bularni tushunmasligimni oldida o'quvchi, mutaxassis tushuntirib bera oladi sizga. Bu holat menda anaqa shakllantirmagan, ya'ni qo'rquv to'sig'ini shakllantirmagan. Mutaxassis odam uzoq yildan beri chet elliklar bilan xuddi menga o'xshagan, noldan kelgan, qo'rquv bor, qo'rquv yo'q, farqi yo'q ishlagan va muvaffaqiyat ko'rsatgan odam bo'lgani uchun bu narsa anaqa bo'lgan. Ya'ni men qo'rquv sezganim, ya'ni o'zi umumiy qanaqa o'qiganman degan jarayonli insonni bor-ku, anaqa aytishadi-yu. Ya'ni trenirovka qo'r, mashaqqat qo'r, nimadir qo'r, natijasidan maza qilasan, mashaqqating esingdan chiqib ketadi deyshadi. Men detal esolmayman qanaqa charchaganman, qanaqa bo'lgan. Endi o'qishni yaxshi ko'rganim uchun o'zim nisbiy o'qiyverganman va mashaqqatlarimni ya'ni esolmayman-da, ba'zi bir kulgili holatda esimda qolgan bo'lmasa. Ya'ni protsess ham menimcha ko'pchilikda shunaqa bo'ladi. Ya'ni esdan chiqib ketadi. Ya'ni o'sha jarayonda, o'qish jarayonida bo'lgan mashaqqatlar insonni esdan chiqib ketadi. Tushunarli. Xo'p, mana hozir dars beryapsiz. Nima deb o'ylaysiz? O'quvchi muvaffaqiyatga erishish uchun o'qituvchi tomonidan qilinishi kerak bo'lgan narsalar nima va o'qituvchi tomonidan qilinishi kerak bo'lgan narsalar nima? O'quvchi tarafdan emas. O'quvchi va o'qituvchi tomonidan. O'qituvchi tarafdan qilinishi kerak bo'lgan berilishi kerak bo'lgan narsalar bular albatta ma'lumot va uni tadrijiy deydi arabchasiga. Tadrijiy degani qadam-qadam, zinama-zina. Ya'ni ketma-ketligini ta'minlab bera olish kerak, chunki qiyin ma'lumot berib qo'ysa, ya'ni har doim qo'rqinch bittada yengib o'tiladigan narsa emas, ba'zida jarayon o'rtasida ham o'quvchi qo'rquvga tushib qolishi mumkin. Qadam-qadamligi, ya'ni ketma-ketligini ta'minlash kerak o'qituvchi. Ya'ni qanaqadir metodikadan foydalangan ma'qul. Ya'ni ba'zilar o'zim metodika yozib chiqdim, yaratdim, nimadir qildim deydi. Juda ko'p anaqa qilmayman, nima deydi? Juda ko'p ma'qullamayman bu narsani. Deganda hozir biz foydalanadigan metodikalarni ko'p gruppali odamlar, u juda ko'p yillik tajribali, u juda ko'p o'zidan oldingi materiallardan foydalanib, uni hammasidan xulosa qilib chiqarib yaratgan odamlarni anaqalarda materiallar. Misol uchun Baynaydak degan kitob bo'lsa, Miftah degan kitob bo'lsa, arab tilidagi qo'llanmalar. Ko'pchilik uni ustida ishlagan va bitta material yaratib chiqarishganda, hozir bitta qilish mumkin bo'lgan xatolarni qilib, to'g'rilab chiqishgan, ya'ni o'sha. Ya'ni bu metodikalar, ya'ni bu kitoblar, bu anaqalar o'zini muvaffaqiyatini ko'rsatgan. Ya'ni shunda ham bo'ladi, ba'zida misol uchun takallumni bir-biridan B2 orasida tafovut bo'lib qoladi, o'quvchi qiynalib qoladi degan ba'zi anaqalar e'tirozlar bor. Undan foydalanayotgan auditoriya, ya'ni o'quvchilar tarafdan, lekin o'qituvchilar tarafdan ham. Lekin shunaqa materiallardan foydalanish boshida juda ham muhim. Keyinchalik unga qanaqadir o'qituvchi o'zi qo'shib, nimadirlar qo'shib va uni rivojlantirib, nimadir shakllantirsa, unda bo'lishi mumkin yaxshi effekt berish. Ya'ni undan oladi, bundan oladi va bitta material yaratadi. Xo'p, birinchi o'rinda ketma-ketlik. Ya'ni o'quvchi xatga borayotganini ko'rish kerak-da. Ya'ni siz ham ko'rishingiz kerak. Men ketaversa xatga boradi, nimalar o'rganadi. Roadmap ko'rish kerak. Roadmap, yo'llar xaritasi. Yo'llar xaritasi va u o'sha kitoblardan foydalanish kerak yoki o'zbek tilida bo'lsa ham, o'zbek tilida o'sha grammatika qoidalarini o'rgatadigan bo'lsa ham, misol uchun Mamda al-Qiroati birinchi qismi, ikkinchi qismi, uchinchi qismi mashaqa tartib bilan, o'sha tartib bilan o'quvchi boradigan, yetadigan natijani nisbiy o'qituvchi bilishi kerak. Birinchi masala va shuni o'quvchiga berish kerak. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, o'quvchi, ya'ni o'qituvchi tarafdan talabchanlik bo'lmasa bo'lmaydi. Ya'ni bu ma'na anaqam, har xil jamiyatlar bor-da. U ko'p millatlar urush bo'lsa, qirg'in bo'lsa, boshqa bo'lsa, eng ko'p himoya qilishga harakat qiladigan qatlami bu ilmlilar
va oqsuyaklarni qatlam bo'ladi. Zodagon oilalar. Nega desa, ularni qoni yoki intellekti uzoq, ya'ni bir necha avlod shakllanib kelgan bo'ladi. Bir necha avlod shakllanib kelgan bo'ladi va bu ularga shunaqa imkoniyat beradi. Ya'ni ancha aqlli bo'ladi. Uni qabul qilishi ham, ularni tug'iladigan bolasi ham qabul qilishi ham, bu narsa bilan muomala qilishi ham. Nima demoqchiman? Jamiyatlar bor, o'qish uchun ularning genetikasi juda ham zo'r shakllangan. Ular ham mashaqqat his qilishi mumkin, lekin ancha yaxshi o'qiydi. Misol uchun Yaponiyani aytishadi, hozir Janubiy Koreya ancha yillardan beri yaxshi shakllanyapti bu narsasi, ko'p kitob o'qiydi. O'zbeklarni shu shkalada qattiq baholaysiz. O'zbeklar aslida tarixda juda ham zo'r natijamiz bo'lgan, o'rta asrlarda yoki undan oldin ham. Juda ham zo'r natijamiz bo'lgan. Hozirgi sharoitda, ya'ni bir vaqtda yashadikki, o'qib kim bo'lardi odam? Kitob nima beradi? Hattoki maktablarda ham, ya'ni men o'qigan paytda maktabda birov o'qisa, uni botanik deyshadi. Misol uchun o'qishga qanaqadir o'qiydigan odamga ham qanaqadir nafrat o'laroq qarash. Shunga o'xshab o'zbeklarda endi juda qo'rqinchli emas. Ba'zi jamiyatlarni ko'rganman, juda qo'rqinchli. Ular urushadi, zo'r kurashadi, zo'r boshqa ishlarni qiladi, lekin o'qishga kelsa bu taraf qiynaydi. Ya'ni bizani jamiyatda umumiy shaklda bizda qattiq talabchanlik bilan, vazifalari bilan talab qilmasangiz, bir 90 demayman, 90 bo'lsa kerak, mana shu 90% odam o'qimaydi. 10% alohida ajrab turadigan va o'qiydigan odamlar bo'lishi mumkin. Ya'ni boshqa millatlarda, ya'ni yaxshi o'qiydigan millatlarda o'qituvchi shunday dars beradi-da, leksiyani o'qiydi, bo'ldi ketadi. Uni o'quvchi o'zi yozib oladi, harakat qiladi. Yo'naltiruvchi vazifa beradi bo'ladi. Hattoki bizda endi ta'lim o'laroq ham, ta'lim tizimida ham imtihonlar zo'r shakllantirilmaganda. Ya'ni misol uchun Misrda yiqitadi. Maktabda ham bor u, kollejda ham bor, universitetda ham bor. Va iminda mana shu ta'lim sohasi mutlaq korrupsiyadan xoli. Ya'ni pulga o'ta olmaysiz. Miyangizda ma'lumot bo'lsa o'tasiz yoki yiqilib yuraverasiz. Tanishlarim bor, ko'p marta yiqilgan o'qishda. Ya'ni yiqitadi-da. U imtihonga tayyorlanish kerakligi uchun ham o'sha ma'lumotlarni yig'ib, o'qib, o'rganishga harakat qiladi va uni, ya'ni unga dars qilishga undovchi narsalar ko'p. Ularda. Va ular kelajagini shu bilan belgilaydi. Misol uchun, kollejda qay darajada ball olasiz, shu ballingiz bilan o'zingiz xohlagan universitetga kirish imkoniyati bo'ladi. Misol uchun, tibbiyotga kirmoqchi bo'lsangiz, 95 dan baland bo'lish kerak. 100% anaqada. Injenerlikka kirmoqchi bo'lsangiz, 90 dan baland bo'lish kerak. Shu narsaga kelajagimni hal qilaman, kelajagimni shakllantiraman deb ular kollejdan ham yaxshi o'qiydi. O'qish madaniyati shakllangandan keyin bular yaxshiroq natijani ko'rsatishga anaqa bo'ladi. Yaxshiroq natija ko'rsatadi. Va talab qilishingiz ham unaqa sizni qiynamaydi. Men bu yerda qarang, talabchanlik to'g'risida gapiryapsiz. Mana shu narsa nimalarda ko'rinishi kerak o'qituvchining talabchanligi? Xo'p, faqat darsingni qil degan anaqadami yoki nimalarda bilinishi kerak mana shu talabchanlik? Men nima qilaman? O'quvchidan talab qilaman va hozir o'zimga assistent olganman. Ya'ni men ham anaqa qilaman. Qanaqa tushuntiray? O'zi o'qituvchilik san uchun nima degan savol bersangiz menga, men uchun 3 ta narsa deb aytaman. Bittasi bu meni kasbim, ya'ni shu bilan oilamni, ya'ni sabab qo'ygan, shu bilan oilamni boqaman. Bu bittasi. Ikkinchisi vazifam deb bilaman. Как missiya o'laroq bu kerak. Arab tili ustozi, yaxshi ustoz. Endi o'zim yaxshi deb bilmasam ham harakat qilaman yaxshi bo'lishga. Missiya deb bilaman. Uchinchisi anaqa hobbi men uchun. Hobbi. Ya'ni deganda men dars bersam maza qilaman. Ya'ni aytdingiz-ku, arab tilida tushuntiraman boshdan tushuntiraman, tushunmayotgan odamga tushuntiraman. Men tushunmayotgan odamga narsa tushuntirsam maza qilaman. Xuddi bu qanaqa holatga solishtirasiz? Hadiya bersangiz, ikkinchi tarafi, misol uchun o'sha yoqtirgan hadiyasini bersangiz, ukangizga yoki akangizga, misol uchun olib borib hozir
16 Pro Max beradigan bo'lsangiz, ko'z chaqnab ketadi-da. O'sha holat sizga kayf beradi. Hadya berib maza qilasiz-da. Men o'quvchi tushunmayotgan so'zni tushuntirsam, o'quvchining ko'zi chaqnaydi, o'sha narsa menga nisbiy aniq beradi. U natijani ko'rganda ham o'zi odam maza qiladi, bosh qiladi. Lekin shu holatda ham meni o'zimni dars jarayonida yoqtirmaydigan nuqtalarim bor. Ya'ni kamchiliklarim bor. Bu nima desa, dars talab qilib olishda boshqada. Shunga nima qilganman? Darsni so'raydigan boshqa assistent qo'yishga harakat qilaman. Endi ba'zida o'xshaydi, ba'zida o'xshamaydi. Ya'ni hozir endi yangi guruhlarga alhamdulillah o'zimda o'qigan o'quvchilar shakllanib, ular sertifikat amaliyoti dars beradigan va ular assistent vazifasini yaxshi uddalashyapti. Ya'ni ham talabchan, tanlab olaman o'quvchilar ichidan ham aniq bo'ladi. Bu kundalik jarayondek talabchanlik va har ureven tugaganda, misol uchun har oyda yoki har 2 oyda men bitta imtihon qilaman. Imtihondan o'ta olmagan odam bilan xayrlashaman. Bu ya'ni yaxshi va yomon politsiyachi usuli ekanda, to'g'rimi? Yo'q, o'zim yomon politsiyachi deyman, baribir oxirida o'zim o'ynayman. Demoqchi bo'lganim, oxirida men imtihon qilaman va keyin xayrlashaman. Ya'ni xohlasang pastroq guruhga tush, xohlasang agar yiqitish sistemasini shakllantirmasak, o'quvchilar harakat qilmaydi. Ya'ni jo'rab qo'yarasiz. Ya'ni xohishi bor odam o'qishi kerak, va xohishi bor odam yiqilmaslikka harakat qiladi. Shu narsa ya'ni menda ustoz o'laroq anaqa shakllanmagan. Ya'ni yosh bolaga dars bera olmayman. O'zida xohishi bilan keladigan o'sha 14 yosh, 15 yoshdan boshlab shu o'rinda o'quvchilarga dars beraman. 13 yoshli ham ba'zi intellekti balandroq yoki 12 yoshli ham intellekti balandroq o'quvchilarim bor. Lekin o'zi umumiy 13-14 yoshdan boshlab dars beraman, o'zi xohish bo'lishi kerak-da. Ota-onasi majburlab o'zim o'rgan bo'lish kerak emas. Bularga ham nisbiy yechim topishga harakat qilyapmiz. Deganda ba'zi bir o'quvchilar keladi, hozir men aytayapman, har kun dars beraman, har kun dars talab qilib oladigan odam bo'ladi. Masalan, uchun bir kun dars beraman, bir kun boshqa odam dars talab qilib oladi. Va ba'zi o'quvchilar shuni ham dars qilmaydi. Endi ular uchun 3-holatni shakllantirishga harakat qilyapmiz, desa dars qildirib qo'yadigan odam. U o'tirib ustida qil shuni deb, onlayn bo'lsa onlayn qilib o'tiradi, kamerasini yoqtirib, dars qildirib ustida o'tiradi. O'z jarayon qiyin emas, ya'ni ozgina vaqtini ketkizsa o'zi ya'ni o'zlashtirib oladi o'quvchi, lekin shu narsa ham anaqa bo'ladi. Kuch talab qiladi, talab qiladi. 30% o'quvchingiz yaxshi chiqishi uchun ham ko'p narsa qilishingiz kerak o'zi. Men anaqani ko'rdim. Davlatlar aro statistikalarni Misrda 100% universitetga tekin kira olasizda. 100% universitetga tekin kira olasiz. Va Germaniyada ham shunaqa. Italiyada ham shunaqa. O'sha balingiz yetganiga kirsangiz bo'ladi. Va o'quvchilar juda ko'p sonlab kiradi, millionlab o'quvchilar kiradi, lekin qanchadir imtihondan o'tadi. Ikkinchi bosqichga. Ya'ni yarmi chopilib ketadi birinchi yilda o'zi, misol uchun. U fakultetga qarab ham o'zgarib turadi. Kirish oson, o'qish qiyin. Yiqitadi. Va oxir oqibat Misrda o'qimishchilarning foizi qancha desa 33% ekan. Kanadada dunyo bo'yicha eng baland ko'rsatkich necha edi? 35 menda, 39 menda shunaqa, ya'ni 3 ta odamdan bittasiga to'g'ri keladi o'quvchilar foizi. Ular hamma sharoit yaratib qo'yganda. Ya'ni hamma narsani hamma eplolmaydi demoqchiman. Ya'ni biz ham 100% natija ko'rsata olmaymiz. Bu faqat bizga bog'liq narsa emas. Bizda o'zi kamchilik ko'p. Plus o'quvchi tarafdan ham ko'p narsa bo'lishi kerak. Xo'p, endi o'qituvchi berish kerak bo'lgan narsa bu dastur. Talabchanlik dedingiz. Men aytdim anaqani bir-birimizni haqqimizni yemaylik deb boshida tushuntirib qo'yaman. Meni vazifam tushuntirib berish. Arab tilida gapiraman. Farqi yo'q, arab tilida gapiraman, boshqa tilda gapiraman. Meni vazifam 100% tushuntirib berish. Ya'ni o'quvchi siz so'ring, 100% tushunmaguningizcha so'rang deb. Ba'zida qo'yiman, ba'zi o'quvchilarni uyalgan bo'ladi, so'ramagan bo'ladi. Uyalma, so'ra deb tushuntirib beraman. Sani vazifang uni tayyorlab, yodlab kelish deyman. Rollarni aniq olamiz va o'shanda ham kundalik tartibda so'rab turilmasa o'quvchi men zo'rman degani ham tashab qo'yadi. O'sha muvaffaqiyat nimada desa, motivatsiyada emas, tartib bilan intizomda. Ya'ni intizom bo'ladigan bo'lsa, u intizomli so'ralib tursa, u
bir natija chiqaradi. Bu o'qituvchi o'quvchiga berish kerak bo'lgan anaqa. Ya'ni o'qituvchi o'laroq yana ko'p narsa bor. Misol uchun o'quvchini qo'rquvlarini yengishingiz kerak. Motivatsiya berishingiz kerak. Kerak paytda ya'ni ruhiyatini ko'tarishingiz kerak. Ba'zi paytda koyishingiz kerak. Ba'zi paytda mukofotlashingiz kerak. Ba'zi paytda jazolashingiz kerak. Har xil holat bo'ladi. O'sha ko'p o'qituvchi o'laroq muvaffaqiyat chiqarish uchun berishingiz kerak bo'lgan narsa va o'quvchi o'laroq desa o'quvchi muvaffaqiyat ko'rsatish uchun birinchi o'rinda o'zi insonda xohish bo'lsa ko'p narsa qila oladi deymiz aslida, lekin unga atrof muhitni poddeshkasi, ya'ni yordami ham muhim. Ya'ni misol uchun o'quvchi dars qilmoqchi, o'quvchi dars qilgisi keladi, lekin uydagilar ish buyurib turadi, to'xtab. Bu holatda ishchi chiqadi, undan o'quvchi chiqmaydi. Tushuntiradimi? Ya'ni bolani ishi o'qishidan muhim bo'ladigan bo'lsa, u ishni yetishtirib chiqarasiz, o'quvchi emas. Ya'ni ilmli, nimadir muvaffaqiyatga erishadigan odam emas. Va xuddi shunaqa, ya'ni ayollarda ham, qiz bolalarda ham shunaqa, o'g'il bolalarda ham shunaqa o'qishi, ya'ni biz ko'p shikoyat qiladigan nuqtalarimiz shunaqa, uydagilar ish berib qolishdi. Ko'proq ayollarda kattaroq muammo bo'lsa kerak. Uy ishlari bilan o'qishni parallelni olib keta olish. Kelin bo'lsa qiyin. Ha, shu. Kelin bo'lsa qiyin. Yosh kattaroqlarda nisbiy bekorchilik bo'ladi, qabul qilish qiyinroq bo'ladi nisbiy. Yoshlar bo'sh bo'ladi, lekin u yerda ham anaqa mehmon kelib qoldi, o'z o'quvchi hamma bahonani qiladi-da. Ya'ni men nima so'ramoqchiman, hozir uydagilarning yordami bo'lmasa qiyin bir odam, ya'ni yosh odam bo'ladigan bo'lsa, uydagilar yordam bermagandan tashqari xalaqit berib tursa, u qiyin. Ya'ni bizani uyda sharoit qanaqa bo'lgan? Men ham 3 ta aka misol uchun universitetlarni bitirgan bo'lsa, aytdim, universitetga yiqitib tashlaydi. Misrda yiqitadi, boshqa qiladi. O'qish kerak, ya'ni bizda uyda birinchi talab qilinadigan narsa darsimiz, keyin boshqa narsa edi. Siz darsingizni qilib bo'lmaguningizcha ish ham qilishingiz mumkin emas, ko'chaga ham chiqishingiz mumkin emas, entertainmentdan, ya'ni ko'ngilochar narsalardan foydalanishingiz ham mumkin emas. Bu bizga aniq bo'lgan, ya'ni birinchi o'rinda dars qilasiz, dars qilsangiz odamsiz, dars qilmasangiz odam emassiz deb o'xshash muomala bo'lgan va qo'shib targ'ibot qilishardi. Misol uchun biz 1 soat kompyuter o'ynash uchun, men FIFA aytaman, FIFA menga ko'p dars qildirgan deyman. 1 soat FIFA o'ynash uchun yomon ko'p dars qilardim-da. Uydagilar yana o'sha 1 soat FIFA o'ynashga kompyuterda darsimni qilib bo'lib yetib bora olardim-da. FIFA o'ynagan kunim meni baxtli kunim bo'lgan, yoshligimda FIFA o'ynamagan kunim bu baxtsiz kunim bo'lganda. Shunga aniq qilaman. Uydagilar yordam berish kerak. Uydagilar agar yo ish qiladi, yo boshqa qiladi, yo nimadir qiladi, birinchi o'rinda uy ish tugamaydi qisqacha. Uy ish qachon tugamaydi? Bu o'g'il bolalarga ham, ayollarga ham, erkaklar haqida gap bo'ladigan bo'lsa ham, ko'chada ish ham tugamaydi. Siz bugun ham ishlayotdingiz, 5 yil oldin ham ishlayotdingiz, 10 yil keyin ham ishlayotgan bo'lasiz. Tugamaydi, ya'ni bu bahona o'laroq ko'rilishi kerak bo'lgan narsa emas, balki moslashinish kerak. Ya'ni darsga vaqt belgilab, uni dars qilib, keyin boshqa ishlarni qilish kerak. Shu, ya'ni darsni siz birinchi o'ringa qo'ysangiz, o'shanda natija chiqadi. O'quvchilaringiz orasida mana ham ishini, ham o'qishini eplotganlar bormi? Bor. Nisbiy tartibliroq o'quvchilar bo'ladi. Va ba'zilar uylari qattiq poddeshka qiladi, ya'ni ota-onalar bog'lanib turishadi, qanaqa dars qilyapti, nima qilaylik ustida qattiq ishlashadi. Ba'zilar o'zi harakat qilib, ba'zi yosh kattaroqlar ham bor, hamma ishidan bo'shab aniq qiladi. Ba'zilar ishlayotgan jarayonida ham o'qiydiganlar bor-da. Misol uchun klient bilan gaplashadi, keyin qaytib kitobini yodlaydi. Misol uchun klient bilan gaplashadi, kitobini yodlaydi. Misol uchun, ya'ni harakat qilsa bo'ladi. 2 soat, 3 soat dars qilish, bu 2 soat, 3 soat dars uchun vaqt ajrata olmasangiz, kelmang deyman o'z boshidan o'quvchilarga. Agar vaqt ajratsa, uning ustida davomiy o'tirib qilsa va boshli anaqadan o'tsa yaxshi. Ya'ni men uyda tartibli darslarim bo'lganda, misol uchun ertalab turib qanaqadir dars qilaman, keyin o'qishga boraman, keyin nimadir dars qilaman, keyin
Keyin oxiri ham 57 kitob o'qirdim kamida, misol uchun o'zim qiziqqan kitoblarni. Yani reja asosida bo'lgan. Reja asosida bo'lgan. Uydagilar tartiblagan buni. Va oxirida endi 57 kitob o'zimdan aniq qilardim, bu oxirgi yillari qilgan ishim. Toshkentga kelardim. Misol uchun 2-3 oy dam olaman deb kelaman-da, o'qishdan chiqib ketaman. Qaytib boraman-da, o'qiyman desam, uxlab qolaman. Kitob tushuna olmayman. Ya'ni intizomdan chiqib ketganim uchun kitob bilan muomala qilishim qiyin bo'lardi, lekin uxlayverardim, qaytib turib yana o'qiyverardim. Mani minusim bu. Uyquga ham yo'l demayman. Uxlayman, kitobim qo'limda bo'ladi, qaytib turib yana kitob davom etaman, uxlayman, yana kitob davom etaman. Bir 2-3 haftadan keyin bu stabil tushib, uyqu yo'q bo'lib ketadi. Kitobga qaytib tushunib, yaxshi aniq qilish boshlaydi. Ya'ni miya ham xuddi sport dedim-ku. Ya'ni men uzoq futbol o'ynamay, 1 yil o'ynamay, misol uchun borib yuguradigan bo'lsam, 5 minutda уже qilib o'pkalarim ishlamay chetga o'tirib olib, mana shunaqa holatga tushaman-da, lekin uni davomiy har hafta o'ynab tursam, уже yana yaxshilashib, yana odam o'zini holatini qaytarib, o'zini kuchini qaytarib, yaxshiroq, ko'proq o'ynaydigan bo'ladi. Mana shu mana zo'r narsa aytdingiz hozir. O'quvchilar ko'pi aytadiki, kitob o'qisam uyqum keladi yoki kitob o'qiy olmayman. Yoki bir bet o'qiyman-da, keyin nima o'qiganimni vaqtinchalik jarayon o'tib ketadi. Demak, buni davom ettirish o'tish kerak. Yengib o'tish kerak. Vaqtinchalik jarayon o'tib ketadi. O'zi kitoblar ham har xil. Misol uchun siz agar badiiy kitoblarni o'qib yurib, keyin fan bilan bog'liq kitob o'qib qoladigan bo'lsangiz, badiiy kitob qiziqarli bo'ladi. Misol uchun tarix bo'lishi mumkin yoki boshqa badiiy. Fan kitobi qiynaydi-da. Misol uchun unda betlar ham farq qiladi. Misol uchun siz badiiy kitobdan ko'p bet o'qishingiz mumkin, lekin fan kitobdan 4-5 bet o'zi mazangizni qochirib qo'yishi mumkin-da. Ya'ni charchatadi, qiynaydi, tushunishga qiynalasiz, miyangiz charchaydi. Lekin u ham shunaqa, bitta narsani ustida davom ettirsangiz, vaqtinchalik o'tib ketadi. Uni yengib o'tish kerak. Ya'ni men bir odamni taniyman, u odam aytadilar, uyqum kelayotganda kitob o'qisam uyqum o'chadi. Teskarisi. Uyqumni o'chirish uchun kitob o'qiyman deydi. U ko'p o'qiganlar anaqasi. Ya'ni bu ham o'qish masalasi ham anaqada. Bir necha holatga bo'laman. Boshida mashaqqat, azobga o'xshash narsa bo'ladi. Ya'ni ba'zi odamlarni taniyman. 1 gektar yer chopib chiqqani, 1 bet kitob o'qigandan u uchun osonroqda, umuman qiynaladi. Keyin majburlab, ya'ni kundalik qutulishingiz kerak bo'lgan odatga aylantirishingiz mumkin-da. Ya'ni men uni o'qib qo'yishim kerak deb ro'yxattalab, keyin u odatga aylanadi. Keyin u уже o'qimasangiz nimadir yetishmayotganga o'xshaydi. Shu kuni o'qimay o'tib ketsangiz nimadir yetishmayotganga o'xshaydi. Keyin уже hobbiga aylanadi. O'qish уже yoqish boshlaydi. Keyin уже arab tilida idman degan so'z bor. Idman degani anaqa. Idman degani narkomanlarda bo'ladigan holat-da bu. Ya'ni o'tirib qoladi-yu o'sha, ya'ni o'zbek tilida nima qanaqa ifodalasa bo'ladi? O'rganib qolishmi? O'rganib qolishdan ham ko'proq narsa-da, u yasholmaydi. Tushuntirabmi? Shu holatga chiqaradi ba'zilar o'qish. Ya'ni o'qish bu madaniyat, uni shakllantirish kerak. Dars qilish ham, boshqasi ham madaniyat, uni shakllantirish kerak. Qanaqa qilib shakllantirilsa, majburlab shakllantiradi. Ya'ni siz o'zingizni majburlaysiz yoki ota-onangiz bo'lsa, misol uchun yosh bolalar haqida gapiryapman, ota-ona bu narsaga poddeshik qilib, kerak paytda targ'ibot qiladi, kerak paytda jazolaydi, misol uchun. Nimadir qilib shu narsani shakllantirmasa, butun dunyo shu sistemada yashaydi. Misol uchun bolani o'qigani uchun mukofotlashadi yoki rivojlanmoqchi bo'lgan jamiyatlar haqida gapiryapman-da. Umuman kitob o'qitmay, o'zi o'qitishga unaqa ustida ishlamay, keyin o'qigim kelmayapsa, bu boladan chiqmasa ekan bo'ldi, o'qimaydigan siz albatta chiqmaydi. U jamiyat yo'q bo'lib ketadi mana shunaqa qanaqa. Ya'ni u ota-onani ham kurashida bola o'qish. Birinchi o'rinda ota-onani kurashi, keyin bola katta bo'lgandan keyin o'zi uchun o'zi harakat qilish kerak. Ya'ni shu muhitda yaratilishi o'quvchini muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Faqatgina arab tilida emas, u ingliz tilida ham, hamma narsada. Ya'ni nima o'qimoqchi bo'lsa, qachonki uni birinchi o'ringa qo'yadi, uni ustida davomiy ishlab, uni hobbi yoki
o'ldim deganda odat darajasiga, hattoki qiyinchilik darajasiga olib chiqadigan bo'lsa ham, ya'ni har kuni qiladi u ishni, majburlab bo'lsa ham qiladi. O'sha holatdagina bir anaqa natija chiqadi. Hozir bir aylanib yana haligi mavzuga qaytdik. Bu o'quvchi tomonidan qilinishi kerak bo'lgan ish, to'g'rimi? Ya'ni agarda biza olim yetishtirishimiz kerak bo'lsa, olim yetishib chiqishi uchun juda ko'pchilik qurbon bo'ladi-da. Bitta olim yetishib chiqishi uchun juda ko'pchilik qurbon bo'ladi. Ya'ni ko'p qurbonliklar qiladi demoqchiman, atrofidagilar. Va oddiy kishini muvaffaqiyatlarida ham orqasida qanaqadir qurbonliklar yotgan bo'ladi. O'sha agar o'quvchini o'zida bu narsa shakllanmagan bo'lsa, ya'ni o'qishga ishtiyoq, ba'zilar bo'ladi, ya'ni u juda kamdan kam odam bo'ladi. Uni hobbisi, Ziyoddin aka, siz hobbingiz nima? Misol uchun futbol bo'lishi mumkin, sport bo'lishi mumkin, misol uchun. Siz majburlanmaydi, birov o'zi borib ba'zi qilib kelasiz shu narsani, to'g'rimi? Ba'zilar hobbisi o'qish. Shunaqa odamlar bor. Hobbisi o'qish juda kamchilikni tashkil qiladi, lekin o'qib maza qiladi. O'qib rohat qiladi. Unaqa odam bo'lmasa, uni majburlab qilish kerak. Misol uchun sport olasiz, falonchi semiz, semirib ketgan. Majburlash kerak-da o'zini. Nima qiladi? Ya'ni uyqudan turib borib yugurgisi kelmaydi, boshqa qilmaydi. Xuddi shunga o'xshab o'qish ham mashaqqat talab qiladigan holatda. Abul Kasir rahimahulloh aytganlar, la yuhassalul ilm bi rohatil jism deganlar. Ilm jism rohati bilan egallanadigan narsa emas deganlar. Ya'ni diskomfortga olib kirish kerak odam o'zini. Ya'ni siz ko'p o'qimoqchi bo'lsangiz, albatta shu holatga tushasiz, ya'ni. Olim bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'ziga yoqmagan materiallarni o'qishingiz mumkin. Misol uchun, majbur shu yo'lingizda uchragan, o'sha dasturingizda bo'lgan narsani o'qib ketishingiz kerak. O'sha narsa sizni qiynashi mumkin. Ba'zilar bu narsani kayf qilib qilgan. Ba'zilar ustida ishlab qiynab qilgan. Anaqa bo'ladi-da. Ya'ni komfort zonani ichida o'tirib, nimadirga erishish qiyin. Ya'ni misol uchun million yaxshi ko'rsa ham, million bu narsaga idman darajasidan ruju qo'yishmi desak, misol uchun o'qishga ruju qo'yib, vobshe qattiq unga o'rganib qolib, ustida yashamaydigan odam bo'lsa ham, misol uchun uyqu bilan kurashadiganlar bo'lgan. Misol uchun bor tarixda Muhammad Shaybani rahimahulloh, Abu Hanifaning shogirdlari, ular har uyqulari kelganda bu olovdan deb yuzlarini yuvib keladigan bo'lganlar, uyqu bilan kurash. Ya'ni siz eshitganmisiz hozirgi zamonda odamlar mana shu uyqu bilan kurashib o'qishini? Eshitmagansiz? Ya'ni bu bizani hozirgi intellektimizga aniq beradi. Baho beradi. Ya'ni oldin ota-bobolarimiz qanaqa o'qigan, qanaqa chiqqan, va hozirgi holatda qanaqa. Misol uchun Imom Navoiy ham yelkalarini qo'yib uxlamaydigan bo'lganlar-da. Ya'ni nechadir yil, shu o'lishlardan oldin nechadir yil, 10 yildan ko'p menimcha, bu uyqusiz odam yashamaydi-da. Lekin yelkalarini yerga qo'yib uxlamaydigan bo'ladi. Kitoblarga suyanib ba'zan uxlab qolib, yana davom etadigan, mashq qiladigan bo'lganlar. Vaqtlar bo'lmagan o'qish. Ya'ni qachonki shunaqa o'qiydigan odamlar chiqsa, kitoblarni yamlamay yutib oladigan, bizda aktivist degan peredachi chiqadi-ku, o'tib ketdi. Shu peredachada odamlarning muammosi nimasi? Srokni o'qimaydi-da. Bizning jamiyat srokni o'qimaydi material. Ba'zi jamiyatlar hozir ham, misol uchun metroga tushsangiz yoki misol uchun Angliyada yoki boshqa rivojlangan davlatlarda hamma kitob o'qiyotgan bo'ladi, ya'ni ko'pchilik. O'zbekistonda bu holatga guvoh bo'lishingiz qiyin menimcha. Men endi tushmayman metroga ko'p, avtobusda ham yurmayman. Lekin men oldin yurgan paytimda ko'rmasdim bu holatni. Balkim hozir yaxshilashayotgandirmiz, balkim rivojlanayotgandirmiz. Lekin shunaqa. Ya'ni bizning intellektual holatimiz shunaqa va bu narsani ustidan yengib chiqishimiz uchun, ya'ni natija ko'rsatishimiz uchun o'qituvchi o'laroq ko'p narsani qurbon qilib, ko'p harakat qilishimiz kerak-da. Xo'p, darslar mana o'qituvchi tomonidan qilinish kerak bo'lgan ishlarni gapirdingiz-da, ya'ni metodika, ketma-ketlik, davomiylik, roadmap ko'rsatib berish. Undan tashqari dars faqat informativ bo'lish kerakmi yoki ham qiziqarli ham bo'lish kerakmi? Dars
jarayonini men o'zim harakat qilaman har doim. Endi qay darajada muvaffaqiyatliman bu borada bilmayman, buni o'quvchilarimdan so'rash kerak. Odam o'yin kulgi qilayotganda o'tib ketsin dars. Ya'ni chunki Misrda o'zim shunaqa o'qiganman. Ya'ni qiziqarli gaplar bo'ladi, gaplashib o'tirasiz. Ya'ni kitoblar ham o'zim, misol uchun Hedway bo'lsin yoki arab tilidagi Miftah kitob bo'lsin, jamiyatni qiziqtiradigan temalarni tiqadi-da. Misol uchun o'sha temalarni tiqadi, o'sha temalar qiziq bo'lgan uni muhokama qilasiz. Savol-javob gapirtirasiz, majburlaysiz, boshqa bo'ladi. O'sha holatda o'quvchi o'zi qiziqqan anaqasi bo'lsa, qiziqarli bo'ladi darsi. Ya'ni men maksimal darajada qiziqtirishga harakat qilaman, darsni qiziq o'tishga harakat qilaman. Ba'zi bir holatlar bo'ladi, nisbiy dars, ya'ni men qanaqa qilaman desam, men odatda o'zim qiziqqan narsalarni berishga harakat qilaman. Aytdim-ku, menga darsni sharhlash yoqadi va undan men qay darajada mazza qilsam, o'quvchini ko'zida ko'raman bu narsani. Hozir o'quvchini ko'zida ko'raman va ba'zilar uchun ba'zi masalalar qiziqarsiz bo'lishi mumkin. O'sha holatlarda nisbiy u uchun dars zerikarli bo'lishi mumkin, lekin maksimal darajada darsni jarayonni qiziqtirishga, qiziqarli o'tishga harakat qilamiz. Ya'ni nisbiy kulgili vaziyatlar tiqish mumkin dars orasida va qoidalarni ham hayot bilan bog'lab aytiladigan bo'lsa, unda nisbiy ham o'quvchi miyasiga kirishi osonroq bo'ladi, ham anaqa bo'ladi. Ham qiziqarli bo'ladi dars. Shunaqa narsa qilishlarga harakat qilaman o'zim. Endi bilmayman qay darajada muvaffaqiyatliman bu borada. Lekin o'zim, meni ustozlarim shunaqa qilgan. Misrdagi ustozlarim dars qiziqarli bo'lardi, u maza qilardi edi dars. Arab tilini o'rganayotganlar hozir asosiy maqsadlari nima? Ya'ni nimaga arab tili o'rganishadi asosan? Hozir bu savolingizga o'tishdan oldin, anaqa dars jarayoni har doim to'liq faqat mashi borida bo'lish, faqat informatsiya bo'lish degan joyi yo'q. Ba'zida tashqariga chiqasiz. Ba'zida qaysidir holatlar bilan o'quvchilarni qiziqtirishga harakat qilasiz. Ya'ni dars bosimdan iborat bo'lishi kerak emas-da. Ba'zi kunlar menimcha bizda ham misol uchun dars berganimizni bilamiz, atmosferasi og'irroq bo'ladi ba'zi kunlar. Qaysidir qoida bo'lishi mumkin nisbiy qiyin, misol uchun bu qiziqarsiz yoki o'quvchini hozir yurayotgani uchun qiyin bo'lishi mumkin. Unaqa men odatda bunaqa qoidalarga duch kelsam, qoidalarni teparoqga suraman, imni o'sha qoidalar. Ya'ni tushuntira oldimmi? Ya'ni gaplashish asosiy aniq bo'lgani uchun qoidalarni teparoq surib olaman. Ba'zi ma'lumot qiyin bo'lishi mumkin, unda ham nisbiy bosim bo'ladi. Ya'ni misol uchun yaqinda savol keldi, savol so'rayapman. Sizda ma'lumotni qabul qilishingizga qanaqa omillar ta'sir qiladi? Bu yoshroq bolalar uchun qiyin savol. Misol uchun u ma'lumot olib kelgan insonni tanishim tanimasligim misol uchun bo'lishi mumkin yoki ma'lumot qay darajada mantiqiy emasligi bo'lishi mumkin. Misol uchun u javoblarni berish ba'zi savollar qiyin bo'ladi. Misol uchun men aytaman-ku 14 yoshdan kattalarga aniq. Misol ba'zi bir temalar keladi, bitola degani ishsizlik. Ishsizlikka nima sabab bo'ladi desam, 12-13 yoshli bola uchun u qiyin-da savol. Unemployment. Qiyin-da. Lekin u 19-20 yosh uchun qaytanga uni ongini kengaytiradigan. Masalan, mashaq narsa bo'ladi, to'g'ri deb, u bosh narsaga ancha ongiga yaxshi ta'sir qiladigan ma'lumotlarda. Shunaqa. Til o'rganish, ya'ni arab tili o'rganish qanaqa imkoniyatlar odamni oldida ochadi? Mana ingliz tilini o'rganish qanaqadir karyerasiga katta ta'sir o'tkazishi mumkin. Yoki o'sha kruгозор deymiz, o'sha shunga ta'sir o'tkazishi mumkin. Arab tilini o'rganish qanaqa ta'sir qiladi odamga? Arab tili yoki qanaqa imkoniyatlar ochadi? Arab tili o'rganish kruгозорga albatta ta'sir, ya'ni har bitta tilni o'rgansangiz, u tildagi yashovchilarni hayot haqida nisbiy ma'lumotga ega bo'lasiz, turmush tarzi haqida va kruгозор albatta kengaytiradi. Mana bu aytilayotgan, ya'ni tilni rivojlantirish uchun muhokama qilinishi kerak bo'lgan
savol javoblarni o'zi ancha kengaytiradi insonni anaqasini, krugozorini. Agar ming krugozoringiz keng bo'lgan taqdirda ham ba'zi bir qo'shimcha ma'lumotlar bo'ladi, yordam beradigan. Biza debatlar o'tkazamiz. Arab tilida debatlar o'tkazamiz. U boshida boshlanadi, shahar yaxshimi, shahardagi hayot yaxshimi, qishloqdagi hayot yaxshimi, misol uchun. Qanaqa plyuslari bor? Misol uchun, qishloqdagi ekologiyasi yaxshi desa, shahardagi ish sharoiti yaxshi deyish mumkin, misol uchun. Keyinchalik bu rivojlanib boradi. Debatlar, misol uchun. Debatlar o'tkazamiz. Prezentatsiyalar qiladi o'quvchilar. Kelib bitta holatda vaziyatni to'g'ri qilib ifodalar berish kerak va uni rasmlarda ko'rsatib, misol uchun. Panellardan foydalanamiz va bo'lishi mumkin essaylar yozadi. Essay yozganda ham rivojlanadi u anaqa ifodalashi. Yoki bitta tema shundoq beraman deb chiqib 10 daqiqa shu masalada gapir deyman. Arab tilida gapirib berish kerak bo'ladi. Qanaqadir bu krugozorini va anaqasini kengaytiradi. Ya'ni odamlar bilan muloqotini, fikrlashini va o'zini ichidagi narsalarni ifodalashini aniq rivojlantiradi. Bu bo'yicha gap so'z bo'lishi mumkin. Bu faqatgina arab tilida emas, bu ingliz tilida ham, boshqa tillarda ham o'rganganda bo'ladigan holat. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala ish sharoitini yaratadi. To'g'ri, ingliz tilichalik bo'lmasligi mumkin. Hozir chunki bozor ingliz tili bilan, lekin 22 ta arab davlati bor-da. Ular bilan qanaqadir dokumentatsiyalar bo'yicha ishlash ham, qanaqadir biznes qilish ham, qo'shma korxonalar bor hozir. Qo'shma korxonalar ko'p, ya'ni ular bilan qay darajada aloqa rivojlanadigan bo'lsa, shuncha ish shansi ko'payadi. O'zi men oldin dars berishimdan oldin tarjima qilardim dokumentlarni. Misol uchun Emiratlar boshqalar o'sha anaqalar ham, sudlar ham arab tilida ishlaydi. Sudlar. Shunga arab tili o'qish imkoniyatini beradi sizga har xil arab davlatlarida, universitetlarda, boshqalarda. Keyin yana anaqa beradi. Men aytaman-da, kitob o'qish bu sizni har xil joyda, har xil zamonda yashatadi-da. Tushuntiradimi? Ya'ni o'rta asrlarda yashash imkoniyati, o'rta asrlarda kitob o'qib o'sha vaziyatlarni o'rganish mumkin. Tarixda, misol tarixiy kitoblar yoki boshqa fan kitoblari ham, ya'ni bizda juda katta adabiyot bor. Juda katta ko'p kitoblar bor. Ular arab tilida boshqa tilga tarjima qilinmagan. Boshqa tilga tarjima qilingan, xosatan o'zbek tilida. Ingliz tilidan ham ko'p kitoblar tarjima qilinmagan-da. Shunaqa. Va u juda ko'p tarixdan ota-bobolarimiz ham, misol uchun hozir endi ingliz tili shu darajada rivojlandiki, dunyoning juda ko'p davlatlari ilmiy ishlarni ham ingliz tilida, ixtirolarni ham ingliz tilida qilish kerak-da. Bo'lmasam qabul qilmaydi o'zini, uni universitetlarning ma'muriyati bo'lishi mumkin yoki boshqa. Ba'zida vaziyat yordam bermaydi. Ya'ni juda ko'p yangi chiqayotgan so'zlar ingliz tilida. Sababi ular mana shu narsalar bilan ishlab chiqyapti-da. Har bitta so'zni o'zbeklashhtiraman desa, misol uchun bitta narsani ixtiro qilmoqchi bo'lgan odam yoki hindcha qilaman desa, u odam ilmiy ish qilish kerak emas, so'zi bilan ishlash kerak bo'ladi. Tushuntiradimi? Ya'ni bu majburlayapti, juda ko'p ilm tili bo'lib qolganiga, juda ko'p ilmiy ishda ingliz tilida bo'lib qolganda, tarixda qaysidir vaqtlar faqat arab tilida bo'lgan shu narsa. U juda bir necha yuz yillab shuni hisobiga juda ko'p adabiyot bor. Ya'ni qanchasi yo'q bo'lib ketgan, mo'g'ullar yoqqan, mo'g'ullar kitoblarni ustidan daryolarga solib o'tgan desak ham yoki Ispaniyada misol uchun ko'p kitoblar yoqilgan desak ham, boshqa desak ham, qanchadir adabiyotda o'g'irlangan desak ham, Ispaniyani kutubxonalarida haligacha arab adabiyotlari bor, qo'lyozmalari misol uchun. Bizning o'zimizning kutubxonalarda ham bor. Arab tili adabiyotlari hali unday ma'lumotlar chiqmagan tashqariga. Ya'ni chang bosib yotibdi, uni ustida ishlash kerak. Hozir arab tilini o'qiyotgan odam bu bor kitoblardan tashqari. O'sha paytdagi kitoblarni o'qisa tushuna oladimi? Til bu bilasiz, anaqa rivojlanishdan to'xtamaydigan bir foydalanadigan bir vosita hisoblansa, u har doim rivojlanib turadi. So'zlarning ma'nosi o'laroq ham,
yangi so'zni qo'shilishi o'laroq ham va yangi texnikalar qo'shilsa, misol uchun yangi so'z qo'shiladi agar bu til ustida yaxshi ishlanadigan bo'lsa, va dalolati o'zgarib turadi ba'zida. Bitta so'z bir nimaga dalolat bersa, hozir bir ma'noni anglatsa, oldin boshqacha ma'noni anglatgan bo'lishi mumkin. Shunga ba'zi bir adabiyotlarni tushunish qiyin. Keyin bizda anaqa bor, misol uchun sharqliklar bor, g'arblilar bor. G'arblilar degani o'sha Mag'rib, Marokash, ya'ni Andalusiya, o'sha Ispaniyani, o'sha o'tdiylar boshqacharoq so'zlardan ko'p foydalangan. Misol uchun bu mashriqdiylar boshqacharoq so'zlardan ko'p foydalangan. Shunga ba'zi bir eski adabiyotlarni ko'rsangiz, o'sha narsalar qiynab qo'yishi mumkin. Misol uchun hozir Ibn Xaldun degan kitob o'qiyapman, muqaddimasini. Unda ba'zi so'zlar o'sha paytdagi shevada ishlatilgan so'zlarni ishlatib olganlar. Uni anaqadan ham topa olmaysiz. Mojamladan ham topa olmaysiz. Ya'ni qiyin. Ya'ni ba'zi qiyin, ya'ni intellekti ham bor. Misol uchun siz kitob tushunish uchun, misol uchun men o'zbek tilida hamma kitobni tushunaman deb men da'vo qilmayman-da. Chunki ba'zi kitoblar qiyin bo'ladi. Ya'ni misol uchun Ibn Xaldunning o'zi Balatul Malaki deydi. Balatul Malaki degani o'sha podsholarning oldida yuradigan odam bo'lganda, ularda alohida boshqacha intellekt so'zlar ishlatiladi, misol uchun. Qaysidir odam qaysidir soha vakili bo'lishi mumkin, unda alohida boshqacha so'z ishlatiladi. Unda ozgina qiynaladi. Ya'ni Atamalarga o'tib ketadi o'sha. atamalar va umumiy ishlatiladigan so'zlar ham boshqacha bo'ladi. Misol uchun biz hozir bu xonada yoki ko'chada gaplashadigan tilimiz bilan siyosiy muhokamalar qilinayotganda gaplashiladigan, misol uchun uroveni baland bo'ladi, o'qimishli bo'ladi. Misol uchun kamida magistraturani bitirgan bo'lishadi va so'z boyligi ham keng bo'ladi, ifodalash u farq qiladi. Shunga menimcha bo'lmasa kerak, любой kitobni o'qib tushunasan, sen arab tilini o'qisang degan, chunki o'zi til juda keng. Sabablarini tushuntirib o'tishga harakat qildim. Bu lahjalar ham aniq borganda, kengaytirib olganda shevalar ham. Misol uchun burunni misollar anf deydi, manaxir deydi. Fushada anf deydi. Misol uchun Kuvaytliklar boshqacha aytadi, yana boshqa joyliklar boshqacha aytadi. Hozir o'sha so'zga kelmadi, kengayib ketadi ma'no. Shunga hamma kitobni birdan o'qib tushunish qiyin. Keyin undan tashqari muallifni anaqasi bor. Qay darajada qalamdon, ya'ni qay darajada yaxshi yozadi, qay darajada ifodalaydi. Keyin ko'p kitoblar bizda dars jarayonidan tafriq qilingan. Tafriq qilingan degani o'sha dars berayotgan odam yozaverganda uni ko'chirib olishgan. Ko'chirib olishganda dars beruvchi dars oluvchilarning qo'lidagi qo'g'irchoqqa o'xshash narsa-da. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, siz dars olayotgan odamlarni urveniga tushib gapirasiz. O'shalarning aqliga xitob qilib gapirasiz. Misol uchun ularda dars olayotganlar baland darajadagi odam bo'ladigan bo'lsa, kitob qiylashib ketadi. Qisqa, xuddi hozir biz tilsimot deydi-ku, tilsimotga o'xshab qoladi-da, kitobni yechish yani. Shunga u adabiyot tushunish bu katta savol. Va alohida menimcha keyinchalik podkast qilmasa keng anaqa bo'ladi. Ya'ni ko'p talab qiladi-da ma'lumot. Shunaqa. Xo'p, o'qituvchi bo'lib ishlashni boshlaganingizdan keyin 7 yildan beri dars beraman dedingiz. Qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi o'qituvchi sifatida? Xo'p. Har bitta narsa qiyinchilik bo'ladi, ayniqsa yangi qilmoqchi bo'lgan narsangiz, u natijasi ko'rinmaguncha. O'zingiz qiynaladi, to'g'ri. Endi o'quvchiga bildirmaysiz buni, bildirishingiz mumkin emas, o'zingiz xarizmangiz bo'lmasa bo'lmaydi. Lekin o'shani tajriba o'laroq o'tayotganingizda u o'zini oqlashi va oqlamasligi mumkin. Bu bitta qo'rquv. Ba'zi bir muammolarni yecha olmasdan qiynalasiz. Ya'ni misol uchun o'quvchi dars qilmayapti, misol uchun. Global muammo bo'lsa kerak, lekin qanaqadir yechim topishingiz kerak-da. Ya'ni siz o'shani dars qildirishga anaqasiz, undan voz kechib, uni yiqitirish oxirgi yechim. Ya'ni men bir kitob o'qigan edim, bolani urmaslik haqida. O'shanda aytganda, eng oxirgi yechiming bu urish deganda. Tarbiyasini to'g'rilash, eng oxirgi yechiming urish. Chunki agar ursang, o'sha keyingi bosqichga o'ta olmaysan, o'ldirib yuborasanmi bolangni deganda. Tushuntiradimi? Ya'ni
uni chetlatish yoki pastga tushirib yuborish, nimadir qilish bu oxirgi yechim desak, ungacha bo'ladigan jarayonlarni har doim o'ylayman. Boshqa o'zimni hamkasblarim bilan maslahatlashaman. Ne только arab tilidagi ustozi, ingliz tilidagi ustozi va boshqa jarayonlarni ko'rib chiqishga harakat qilaman. ChatGPT bilan gaplashaman. Ya'ni yechim topishga harakat qilaman. O'zimdan ilmliroq odamlardan ham so'rayman. Har doim ya'ni hamma narsani zo'r qilib uddalolmayman. Ya'ni bu narsada baribir ojizligim bor. Ojizligim bor emas, o'zi ojizlikdan iboratman, lekin mana shunaqa. Ya'ni mana shu narsalar qiyinchilik tug'diradi. Keyin ba'zida Sunnatulloh akam bilan gaplashganda ham aytdim, guruhlar bo'ladi. Onasi duo qilganlarning guruhi. Ya'ni u yerda hamma yaxshi o'qiydi. Ba'zida guruh keladi, 90% odam yaxshi o'qimaydi lekin. Misol uchun bozorchilik qilib qolishi mumkin. Misol uchun hamkasbga ketdik, biz o'qiymiz, bularni kun bo'yi ishi bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bu alohida bitta tema. Shunaqa har doim anaqa ishlolmaysiz. Ya'ni misol uchun ba'zida erkaklar bilan ancha bemalolroq gaplasha olasiz, o'zingizni bemalol qo'yib, ayollar bilan уже yopilishingiz kerak bo'ladi. Nisbiy chegaralar bor, boshqa bor. Shu narsalar ham qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Misol uchun Zoomda dars bersam, sizga yetgan energiyamni ba'zi olishga qiynalaman, ya'ni bir guruh ochdim. Ayollar bilan erkaklar aralash bo'lgani yaxshi, kamera yoqmaydi-da endi o'tda guruhda. Qichimni ko'rmayman deb o'zimni ko'rib dars o'tishim kerak. Ani o'quvchini ya'ni men o'quvchini yuzdan bilib olaman, tushunyapti, tushunmayapti-da. O'tda gapiringlar desa, odamlar ham gapirmay o'tiraverishadi. Tushunmayapsizlarmi yo'qmi? Misol uchun qiyinchilik, lekin yechib o'tsa bo'ladi endi. Keyinchalik o'sha o'g'il bolalarga alohida guruh ochib, hammasi kamerasini yoqtirib, o'shanda yechim o'laroq aniq qilamiz. Shu dars qildira olmaslik qiyinchiliklari. Ba'zi yangi metodikani sinab ko'rish qiyinchiliklari, u natija ko'rsatguncha o'sha qiyinchiliklar bo'ladi. Mana aytdingiz, oxirgi variant guruhda qoldirish yoki guruhdan chiqarib yuborish, chetlatish. O'qimaydigan o'quvchilarni o'sha etapga borguncha nimalar qilasiz? Ogohlantiraman. Borma, kuyasan. Ba'zida ya'ni dars odobnomiga aylanib ketib qoladi. Misol uchun bo'ladi shunaqa holat. Misol uchun umumiy dars, guruh dars tashlab qo'ysam, misol uchun hozir assistentlarga dars berayotgan bo'lsam, ba'zida shikoyat qiladi, "Oy, polniy объемный dars qilmayapti" deb misol uchun. Ba'zi bolalarni ota-onasini ogohlantiraman, aytaman, "Men harakat qilyapman, lekin qo'limdan kelmayapti. Sizlar badishinglar kerak bo'lyapti" misol uchun. Qilsa kallasi oladi. Ba'zilar rostdan qiynaladi. Misol uchun ba'zi o'quvchilarga bitta ma'lumotni tushuntirib berish uchun ancha harakat qilish kerak bo'ladi. Misol uchun intellektual siz bilan mendek emas. O'sib chiqqan muhitidan bo'lishi mumkin yoki bittasi aytdi-da, "Men qoida o'rgatyapsiz arabchada. O'zbekchada ham bilmayman-da, men. O'zbekchada ham tushunmayman" debdi. Shunaqa holatlarga duch kelaman. Bu ham bitta anaqa. Ya'ni har bir individual case, to'g'rimi? Misol uchun yosh kattalarga gapirayotganda qattiq gapira olmaysiz. Ayollar bilan alohida, misol uchun ayollarga savol so'rasam, ba'zi qiyinroq yoki tayyorlanmagan savol so'rasam, qo'rqib o'tiraman. Hozir yig'lab yubormasin shu. Bittasi yig'lab yubormasin deb nima? Bosa olmaysan deb, unda orqaga qaytish kerak bo'ladi, kontrataka deb yig'lab yuborish. Ba'zi o'g'il bolalar, ya'ni ko'ngliga tegib ham qo'yishingiz kerak emas, lekin ma'lumotlashingiz kerak, ya'ni men o'zim shaxsan o'quvchi prosta qo'linimda kelib darsda qatnashib, keyin uyga xohlagancha ketib ko'tara olmayman deb o'zim. Ya'ni dars qilmasa kelmasin. Shunaqa qo'yaman. Va jarayonni o'zi bor-ku. Yo bunaqa qilishga, yo o'zi tark etishga majbur qiladi. Ya'ni u rivojlanib ketavergandan keyin hamma o'zi dars tushunarsiz bo'lib qoladi o'zi. Ya'ni tilda, boshqa tilda-ku. Misol uchun siz boshida 3 ta darsga qatnashmasangiz, hech nima tushunmaysiz siz. Birinchi darsga qatnashdingiz, 3 ta darsga qatnashdingiz. Boshqa olam bo'ladi. O'sha ancha-muncha narsalar gapirilayotgan, boshqotgan bo'ladi. Ya'ni darsni qanaqa tushuntirasan desangiz, misol uchun men tushuntiraman, Talib deyman. Talibni tushuntirib beraman. Misol uchun kitob ko'targan o'quvchi yozayotgan, san deyman, ana muallim, anta talib deyman, misol uchun. Keyin
makan degan so'z tushuntirdim. Makan misol uchun makon degan so'zni tushuntirdim. Keyin madrasa degan so'z kelyapti misol uchun. Madrasa degan so'zni makanun yadrusu fi talib misol uchun. O'quvchi o'qiydigan joy deb tushuntiraman. Va uni to'rtta so'zni bilmasa, mana bu so'zni tushunmaydi. Ustimoz qurilib ketadi. Ustimoz qurib ketaman. Ha, ya'ni aytaman zina poyiga o'xshab, ya'ni men har doim o'quvchilarga odatda endi 80% o'quvchilarga qaysi so'z o'tganini bilaman. Va o'shani ustiga quraman. Quradigan narsalarni. Endi o'quvchi so'zni bilmasa, muammo boshlanadi. muammo boshlanadi. Ha. Keyin ba'zida ko'payib ketib qolsa, o'sha dars tapet to'xtataman. Nima qilasizlar, hazillashasanlarmi deb endi. Yumshoq o'qituvchi emasman menimcha. Qo'yib turaman, shu narsani eshitmasligi uchun ham menimcha anaqa qilsa kerak ya'ni o'quvchilar. Yoshi katta o'quvchilarim bor dedingiz. Ya'ni hali aytdingizki, ularga alohida muomala bo'lishi kerak, ya'ni ularni 12-13 yoshdan boshlab olaman dedingiz. Pastdan chegara. Yuqoridan chegara bormi? Yo'q. 60 yoshdan baland o'quvchilar ham bor. Faqat aytamanku, sinf o'zini o'zi filtrlab boradi. Misol uchun birov umuman bilmaydi, kelib bir oycha muhitni buzishi mumkin, lekin o'sha yana tozalangandan keyin o'sha yo'q ketadi. Tushuntiradimi? Yo majbur bo'ladi bularga yetib olishga yoki chiqib ketishga majbur bo'ladi. Shunaqa. O'shandan tozalanib boraveradi birov. Yoshi katta bo'lgani sari mana ko'p eshitamiz, bo'ldi endi men yoshim katta bo'lib qoldi, o'qolmayman, miya olmaydi. Shu qanchalik to'g'ri, yo stereotipmi? Yoshi katta o'qisa bo'ladimi, yo'qmi? 61-yillik o'quvchim bor edilar. Gulchehra degan. Zo'r o'qirdilar. Ancha muncha yoshlardan zehnlari ham yaxshi edi. Zo'r o'qirdilar. Hozir ham yoshi katta o'quvchim borlar. Ya'ni bir nechta 15-16 yoshli qizlarni guruhdan yiqitib chiqarib yubordim, lekin hali ayol hali ham o'tib kelyaptilar. Misol uchun 1 yildan oshdi, har doim imtihonlardan o'tyaptilar. Ya'ni so'zidan test qilaman misol uchun. O'z test qilganda ham qiynab qilaman-da. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, so'zlarni A, B, C kategoriyaga bo'laman. A degani bu har doim ishlatadigan so'zingiz yoki o'zbek tiliga bilan bir xil so'z bo'lganiga uni hech kim qiynalmaydi. B o'rta miyoni ishlatiladigan, C ishlatilishi qiyin bo'lgan, kamdan kam ishlatiladigan so'z. Bu ingliz tilida ham bo'ladi, boshqa ham bo'ladi. Ko'p ishlatilmaydigan so'zlar bo'ladi, o'tib ketadi. O'sha so'zlardan so'rayman deb faqat men. O'sha so'zlardan so'rayman. U so'zlarni bilsa, meni vazifam o'sha A dagi so'zlarni, C dagi so'zlarni B ga, B dagi so'zlarni A ga ko'tarish edi. Shunday qilib ko'tarib, tortib ko'tarilib ketaveriladi. Yaxshi bir natija chiqquncha-da. Shunaqa. Xo'p, o'rganish jarayonida o'quvchilar eng ko'p qiladigan, yo'l qo'yadigan xatolar qaysilar? Boya aytib o'tganimdek, taslim bo'lib tashlab ketish boshida qo'rqib. Bu bitta masala. Ikkinchi masala o'quv anaqasini o'qishni nechinchidir o'ringa qo'yish. Buni ham aytib o'tdik. Yana bir muammo bor, o'tdan-o'tga sakraverish. Guruh misolidami yo? Misol uchun, ya'ni bitta ustozdan keyin boshqa ustozdan, ya'ni bitta joyda tugatish kerak. Menda bo'lsin, boshqa ustozda bo'lsin, bitta narsani boshlagandan keyin tugatish bu hamma narsa uchun muhim. Odamlarning o'z muvaffaqiyatini hisoblaganimda, men uchun me'yor bu nima tugatgansiz degan savol bo'ladi. Ya'ni u tugatadigan odam bo'lsa, unda ahvoli yaxshi degan. Ya'ni bitta narsani boshlasa tugatadigan odam bo'lsa, unda ahvoli yaxshi degan. Keyin endi ba'zi bir vaziyatlarni yechim topishga harakat qilamiz biz. Natija ba'zida uzoqlashib ketib qoladi-da. Misol uchun, men qat'iy yetib olishim kerak desa, beginnerdan advancedgacha desak, beginnerdan advancedgacha uzun yo'lda. Bu 1 yil, 2 yil talab qilishi mumkin. Misol uchun, o'quv jarayoniga qarab qancha vaqt ajratasiz. Misol uchun, haftada 2 marta 1,5 soatdan bo'lsa, bu kam. 3 marta 2 soatdan bo'lsa, bu okey. Misol uchun, ko'proq intensiv bo'lishi mumkin. O'sha misol uchun 2-3 oyda bitta urovingdan ikkinchi urovingga o'tib turmasangiz, o'sha o'quvchi ana qilishni boshlaydi. Kichkina yutuqlar berib turish kerak. Ha, kichkina yutuqlar berish kerak. Hozir men nima qilyapman? Misol uchun, bu o'zim uchun ham qanaqadir noqulayliklar keltirib chiqaryapti. Qanaqa desa, A1 boshladim. B2gacha borish kerak.
Misol uchun boshida ko'p o'quvchi bo'ladi, keyin bitta ikkita odam qolib ketadi, u yillab o'qishi mumkin. Ba'zi 3-4 ta odam ba'zi yillab dars beraman. Bu iqtisodiy jihatdan ham ozgina, misol uchun markazda dars beradigan bo'lsam, markaz ham boshqa guruh ol deydi yoki xonani bo'shat deydi, nimadir deydi yoki men o'zimni ham qiynab qo'yishim mumkin. Keyin o'quvchilar ham zerikadi kam qolsa, misol uchun. Uni endi nima qilyapmiz? A1 2 oy misol uchun. A2 2 oy. B1 2 oy misol uchun. Boshqa joydan o'quvchilar kelmoqchi, qo'shilmoqchi bo'lsa ham kengroq anaqa beradi-da. O'shani testini qilib, ya'ni vaqt belgilab anaqa qilamiz. Qachondir misol uchun o'quvchi bitta уровеньni bitirib ketsa ham, misol uchun 3-4 oydan keyin kelsa ham, keyingi уровеньdan yana davom etib ketish imkoniyati bo'ladi. Esdan chiqib qolmasa albatta. O'qitish jarayonida qaysi materiallardan foydalanasiz va arab tilini o'rganayotganlarga qaysi materiallarni maslahat berasiz? Qarang, materiallar bor, faqat ustoz bilan o'qiladigan materiallar bor. O'quvchi baribir o'z, ya'ni aytaman, ana 1% kamdan kam muvaffaqiyatga erishadigan odamlar u alohida tema. Umumiy holatda o'qituvchi bilan o'qiladigan materiallar bor. Misol uchun Baynedak degan kitob, Takallum degan kitob, Miftah degan kitob, bu men o'qitayotgan yo'l bo'yicha unga yordam beradigan materiallar bor. Misol uchun savollar tuzib chiqilgan, ko'p so'raladigan savollar. Misol uchun ma'lumotlar insonni anaqasini rivojlantiradigan, ya'ni umumiy ma'lumotlarni rivojlantiradigan. Misol uchun to'q nima degani deydi, to'q tushuntirib beradi. Misol uchun suv nima degani deydi. Yaqinda bir inson tanishim boshqa ustoz o'qiganlar anaqaga kirib chiqibdilar, imtihon kirib chiqdilar. Quyosh energiyasi haqida, foydalari haqida yozing desa, kalsiydan boshqa hech narsani bilmas ekanman deyaptilar-da. Ya'ni umumiy ma'lumot bo'lishi kerak, umumiy ma'lumot beradigan kitoblar bor. Va anaqa bio tarafdan anaqa nahv sarfda o'qiladigan kitoblar bor. Tavsiya berilishi mumkin bo'lgan darslar bo'lishi mumkin. YouTube'da bo'ladigan darslar yoki boshqa. Lekin ko'pi pulli adashmasam, ular ham pulli bo'ladi va anaqa ba'zi tekin anaqalar ham bor. Bu odatda hozir tekin bilan pulli masalasida odamlar o'sha darsga targ'ibot qiluvchi materialni tekinga qo'yishadi, dars pulli bo'ladi. Masalan, shunaqa holatda endi ingliz tilida bor, arab tilida ham Jazira kanali ishlab chiqqan boshlang'ich BBC ga o'xshab ingliz tilini ishlab chiqqanga o'xshagan materiallar bor. Ko'pchilik foydalanmaydi lekin undan odatda. Shunaqa materiallar bor. Keyin adabiyot kitoblarini o'qish tavsiya qilinadi, lekin haligacha o'zimda bir taxlab chiqmaganman anaqani. Birinchi mana bu bosqichda mana bu kitobni o'qish kerak, bu bosqichda bu kitobni o'qish kerak degan. Hozir yaxshi aniq qildingiz, yaxshi savol bo'ldi. Inshaalloh taxlab chiqaman, xudo xohlasa shuni. A2 bosqich uchun mana bu kitob tavsiya beriladi. Baribir ko'p materialdagi ustozni ko'rsatmalari kerak bo'ladi, to'g'rimi? Mana ingliz tilida samouchkalar fenomeni bor-da, ya'ni odamlar o'zi ham o'rganadi. YouTubedan boshqa joydan o'rganib ko'rganman. Arab tilida bormi shunaqa narsa? Yo qiyinroq? Qarang, ingliz tiliga arab tili solishtirilish qiyin, juda ham rivojlanib ketdi ingliz tilini ta'limi, chunki juda ko'p odam o'rganib, juda ko'p odam o'rgatgani uchun juda ham rivojlanib ketdi. Arab tili endi rivojlanyapti. Lekin bor materiallar, misol uchun multfilmlar bor, boshlang'ichroq. Keyin multfilmlar, misol uchun hozir endi subtitr bilan. Misol uchun ingliz tilida taqriban hamma kitobni, har qanaqa kinoni yoki multfilmni subtitrini topa olasiz. Arab tilida unaqa emas. Misol uchun subtitrlar endi qo'yishyapti. Ba'zi bir oson tilda ishlanadigan materiallar ishlab chiqishyapti, lekin kam. Boshlang'ich urovellari uchun, pastroq urovellari uchun arab tilida materiallar kam, balandroq urovellari qiladi. Xo'p, arab tilini onlayn o'rganish va face to face, ya'ni borib o'rganish qaysi biri? Endi face to face mana samaraliroq bo'lsa kerak, lekin onlayn ham o'rgansa bo'ladimi? Xo'p, savol shunaqa qo'yilib. Qarang, agar mana qilsa, onlayn qulayliklari bilan offlayn qulayliklari desa, offlaynda juda ko'p qulayliklar bor, va onlaynda ham ko'p qulayliklar bor. Misol uchun, offlayn sizni shu ob-havoga olib kiradi, shu muhitga olib kiradi. Shu muhitda yashaysiz ichida.
xuddi kinoni ko'rish bilan kinoda rol o'ynashga o'xshash, ya'ni o'sha ichidan o'sha vaziyatda yashash bilan anaqaga o'xshash holat. Ya'ni offlayn albatta afzal. Lekin onlayn masalasida ham bu ilmni agar biza erkalik qilmasak, ilmni agar biza olinadi, tushuniladi, yodlanadi, topshiriladi degan holatda tasavvur qilsak, onlaynda ham buni bemalol imkoniyati bor. Ya'ni onlayn ko'proq o'sha muhitda yashashga, ya'ni hatto tayyorlab boradi. Odam yo'lda ketayotganning o'zi miya o'zini o'zi mana shu narsaga ketyapman deb tayyorlab boradi. Onlaynda o'sha holatda faloncha vaqtda, misol uchun darsim 5:15 da boshlansa, 5 da kirmaydi, 5:15 da keyin undan keyin kiradi o'zi. Ya'ni o'sha holatda tayyor emasmi kiradi. Onlayn, misol uchun offlaynda telefonlarni ham olib qo'yadi o'quvchilar. Offlaynda, onlaynda anaqa. Hozir shunday ishim chiqib qoldi. Ya'ni o'sha uydagi vaziyat bor-ku, qay darajada aytaylik yosh bolalarga imkoniyat yaratib berishdan tashqari kattalarni ham o'qiyotgan odam qay darajada hurmat qilishadi yoki yo'q. Misol uchun ish berib qolishdi, falon chaqirib qoldi, nimadir bo'ldi, boshqa bo'ldi, mana shunaqa turishlar ko'p bo'ladi. Lekin onlayn masofalarni yengib o'tolasiz uni. Masofalarni yengib o'tolasiz. Masofa sizga raznica qilmaydi. Ya'ni siz eng yaxshi ustozlardan qayerda bo'lsangiz ham foydalansangiz bo'ladi. Internet bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi. Ya'ni u hozir men uchun bu muammo bo'lmasa kerak. Ya'ni tosh asrida yashamayapmiz. Alhamdulillah, ya'ni O'zbekistonda internet yaxshi. Soatlar, misol uchun. Ishxonada ham turib, boshqa turib ham soatlarni ham o'ziga qulayroq vaqt tanlash imkoniyatingiz kengroq bo'ladi. Gruppa yig'ilishi naryoqda qiyinroq bo'lgani hisobiga. Plus anaqa. Material onlaynda odatda foydalanadigan darsda material sizga to'liq tashib beriladi. Mabodo kirolmay qolsangiz ham onlaynda siz o'sha darsni qaytib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va undan tashqari 2-3 marta ko'rsa bo'ladi, tushunmay qolsa. Misol uchun, material tashib berilish bu alohida bitta plyus. Keyin o'zingizga o'xshagan o'quvchilar bilan birga foydalanish imkoniyatingiz kengroq. Ya'ni misol uchun dars qilmoqchi bo'lsangiz, bitta o'zim dars qilishga erinmayman. Men yoshlikda bo'lardi-yu, maktab sinfdoshlar bilan qat'iy turib borib dars qilish misol uchun. Erinmayman, qaysidir o'quvchi bilan aloqaga chiqib birga dars qilaman. U markazda qiladigan bo'lsangiz, u alohida xona bormi yo'qmi o'zi birinchidan. Sizga ta'minlab berishadimi shu narsani yo'qmi, joy bormi yo'qmi? Bu yerda joy anaqalarni yengib o'tasiz, ya'ni. U talabchanlik bilan nimadir bilan onlaynda ham zo'r natija ko'rsatgan o'quvchilarim bor. Ya'ni onlaynda bo'lib, offlayndan yaxshiroq natija ko'rsatgan o'quvchilarim bor. O'quvchilar bor. Va offlayn ham anaqa aytaylik 100 ga 80 yoki 100 ga 70 deylik. Erkalik qilib yo offlayn bo'lmasa o'qimayman deyotganlar, offlayn topolmayotganlar hamma narsadan mahrum bo'ladi. U anu 0 ga tengda. Shuni mana bunaqa formulirovka qilsa bo'ladimi? O'zini kontrol qilish salohiyatiga ega bo'lganlar onlayn o'qisa, anaqasi kattaroq bo'ladimi shansi? Men endi aytaman-ku 13-14 yoshdan kattalarga beraman dars. Ularda o'sha bu narsa bo'yicha muammo bo'lmaydi. Qaytanga yosh kattalarda nisbiy muammo bo'lishi mumkin. Misol uchun materialdan foydalana olmagan, ya'ni qiynalgan o'sha internet, misol uchun 60 yoshdan katta odam qiynaladi, lekin o'shalarga ham boshida o'rgatilyapti va amallashyapti ya'ni. Onlayn. Xo'p, til o'rganishda menimcha hammada bor, ko'p uchraydigan muammo so'z yodlash. Xo'p, nima strategiyalar bor, nima maslahatlar berasiz? Menda me'yor so'z o'zi. Ya'ni imtihondan nima bilan yiqitasan desa, so'z bilan yiqitaman. Nima bilan o'tkazasan desa, so'z bilan o'tkazaman. 10 ta savol so'rayman, 10 ta so'z so'rayman. Ko'p so'zlarning ichidan yozib olingan. Hammasi o'tilgan so'zlar bo'ladi. 10 ta so'z so'rayman. 10 ta so'zdan 7 tasini topsa o'tadi. 7 tadan kam topsa yiqiladi. Hop. Bunga biza u narsani dars jarayonining ichida ko'p ishlatishga harakat qilamiz. Men gapiraman, u gapiradi, savol so'rayman, javob beradi. O'zi tushuntirishimni o'zi ham har bitta so'zi mendan vaqt talab qiladi. Ya'ni bitta so'zi ba'zi harakatlar bilan, ba'zi boshqa so'zlar bilan, hayot misollari bilan bog'layman. Aytdim, maksimal darajada arab tilida tushuntirasiz chunki. Arab tilida dars jarayonini qizuvlashtirishga harakat qilaman. O'sha narsani o'zi nisbiy ushlab qoladi. Qaysidir holat bilan bog'lasam,
ushlab qolishga harakat qiladi. Keyin har bitta so'zga 3 tadan gap yoziraman. Uyda har bitta eng o'tiradigan so'zga 3 tadan gap yoziraman. Keyin o'quvchilardan talab qilaman, agarda misol uchun topshirdingiz, qaysidir so'zlarni topolmadingiz, bir-biridan test qilganda, topolmagan so'zlarni tagiga chizib yana gap yozinglar. O'sha holat nisbiy so'zlarni yig'ib olishga yordam beradi. Menda. Yana yaxshiroq tajribali bo'lsa o'rganardim. Fathullo aka, kelganingiz uchun rahmat. Menimcha ham o'quvchilarga, ham o'qituvchilarga, ham faqat arab tili emas, umuman til o'rganayotganlarga yaxshi ma'lumotlar bo'ldi. Foydali bo'lgan bo'lsa xursandmiz. Rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat.